Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Facebook'ning oldidagi bарлык ijtimoiy aloqa vositalarining oldidagi qadrli qarindoshlar, fidoyilar ekrandagi hurmatli ko'rganlari. Bugun biz Qur'ondan nazar programmamizdagi 61 sonida Darul Islom va Darul Harb to'g'riliq muzokara qilmoqchi. Qadrli qarindoshlar, programmamizning 61 sonuna keldik. Hammalarniki yoqtirib ko'rganlik uchun rahmat aytamiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Yaxşı Allah'a şükür. Özlerçi adı Çimantullah. Yaxshi, yaxshi, xudoga shukur. Kiramiz ayri ustoz, burunga o'xshashlam, yana shu Qur'on nazar programmamizdan ustozim bizga bugun Darul Islom va Darul Harb to'g'riliq so'zlab bermoqchi. Bu an'anaviy islomdagi har bir hukmdan ma'lum g'araz maqsadlarda suiiste'mol qilinib kelganligi Qur'onning nazar programmasida bir-birlab o'rtaga qo'yilib keldi. Umid shuki, Allohning dini deb tushunib kelgan soxta dinning mohiyatini tushunib yetganlar ikki dunyolik to'g'ri yo'lni topgan. Milliy manfaatini behuda yerlarga qurbon qilib etmagay. Programmamizning 61-sonida Darul Islom va Darul Harb to'g'risida to'xtalamiz. Do'stlarni g'animat bilishni tavsiya qilamiz. Hurmat bilan fidoyilar ikramiga tavsiyasi, qadrli qarindoshlar. Ustoz Abdulloh bugun Darul Islom va Darul Harb degan bir hukm bor. Bu an'anaviy islom fiqhiy tushunchalarda. Yani biz bunu Qur'oniy nazar bilan qaragan vaqtimizda biz bunga qanday qarashimiz kerak? Qani marhamat ustoz. Selamun aleyküm. Hürmetlik qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bizniki şu uzundan birisi mujmal bo'lib kelayotgan xalqimizning orasida tushuncha aniq bo'lmagan shunday bir masala bor. Bu masala bo'lsa-mu Darul Islom, Darul Harb, Darul Kufr deydiganga o'xshash shunday nurg'unlagan hattoki Darul Shari'a deydiganlarimi bor. Mushu narsalarni bir qur, ama programmaga Darul Islom va Darul Harb deb chiqadi. Lekin uning ichidagi bir qism tarmoqlarni ham o'sha yerda bayon qilamiz. Oldi bilan Darul Harb to'g'riliq to'xtalmoqchiman. Qolgani asosan bir mazmunga to'g'rilab nimalqi yig'inchoqlanadigan bo'lg'achqa, agar Darul Harbning o'zini nim qilay dedim. Darul Harb ikki taraf o'zi urushayotgan o'rin yoki bir taraf yana bir tarafga besib kirgan. Misol Payg'ambar alayhissalom zamonasidagi voqealikni misolga olsak, Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan vaqtida u Makka Darul Harb bo'lgan. Ya'ni Darul Harb deganning o'zi urush bo'layotgan rayon degan bo'ldi endi. Bu urush bo'layotgan rayonda qanday qilindi degan vaqtida Alloh taolo Qur'oni Karimda şu Sure Tövbiniki 5'deki ayetlerde bir qor o'zi shuni bayon qildi. Yani baraatun minallahi ve rasulihi ilellezine ahadtum minel müşrikin fesihu fil ardi ve arba'ate ashhurin ve alamu ennekum gayru mucizillah degan oyatdan boshlab oxirgi 6-oyatgachilik hammasi shu Darul Harbda bo'lgan voqealikning o'zini bayon qildi. Bunun nima deydi degan vaqtida kelishim tuziganlarning boshqa kelishim tuzigan, ya'ni kelishimga amal qilganlardan boshqa kelishimdan yenib olgan yoki qarshi chiqqan shunday guruhlar bilan urush qilgan vaqtida qanday qilish haqidagi oyat. Agar u yerda urush qilgan bo'lsa, urush qilgandan keyin g'alaba qilgan vaqtida qanday qiladi degan vaqtdami shu 5-oyatning 5-dan boshlab Faizan salahal ashhurul hurumu faqtul mushrikin aysu wajadtumuhum
ve huzuhum ve ihsuruhum ve qudu lehum kullu mersedin fe in tabu ve aqamus salatu ve atuz zakate fe hallu sebilehum. İnnallaha gafurur rahim diye müşayetin özümü vədisi tutmagan, yani kilişimge emel kılmagan bundaq kişiler bolsa, kilişimdeki vaqti qançılık qilib qolgan bolsa, şunu şu vaqt ötüp ketgandan keyin ularga urush e'lon qilish, ularniki qurolliq qarshi turganlarni o'ltirish ve qurolsiz holat qarshi turganlarni o'zini tutib solash ve qolganlarning o'zini nima qilish o'zi her taraf turib ularning o'zini nima ish qilyotidi uni nazorat qilish, yani her o'rinda nazorat qilib u yerdagi ham bu mana shu vaqtida urush qilinayotgan yoki qilinib tugash olib turayotgan bundaq bir paytning o'zida bir harbiy holat, endi harbiy holat bo'lgan vaqtida qurolliq o'tirib chiqqanlarni o'ltirish, qurolsiz qarshi turganlarni tutib solash va undan boshqalarni nazorat qilish degan gap endi. Fe'in tabu ve aqamus salata ve atuz zakata deganning o'zi, agar ular urush qilishdan, ya'ni qarshi turishdan yansa, yenib o'zi ve aqamus salata ular bilan o'zi hamkorlikni o'rnatsa, bo'ldi sizlarniki bayrog'inglar ostiga kirdik, sizning hokimiyatinglar ostiga kirdik deb o'zi ular bilan hamkorlik o'rnatsa, sizlar birga yashaymiz deb, bundan keyin chatoq chiqarmaymiz deb. Ve atavuz zakata ve ular bajni vaqtida o'tsa, ya'ni baj o'tashning o'zini ustiga olsa, fahallu sabilahum. Ularni yo'li qo'yayotganlar. Ya'ni ularni to'sib solash va kaza bo'lmaydi degan gap. Innalloha gafurur rahim. Alloh taolo kechiruvchi, marhamatlidir. Yani bu oyatning o'zida nima degan vaqtida, endi urush qilayotgan rayonda bo'lgan masalalarni nihoyatda 3 turga ayirib, birinchisi qurolliq kurashga atlanganlarni o'ltirish uchirgan, ya'ni bu o'ltirimiz u o'ltirdi, uning uchun o'ltirilgan gap. Ikkinchi turdagilarning o'zini qurolsiz qarshilik ko'rsatganlarni solash va qolganlarni nazorat ostida tutib turib, u yerning hammasi bo'ldi, biz endi sizning hokimiyatingga bo'ysunamiz deb u yerda birliksab tuzgan bo'lsa, hamkorlikning o'zini hamkorlashishga va'da bergan bo'lsa yoki hamkorlik o'rnatgan bo'lsa, to'laydigan bojni ustiga olgan bo'lsa, ularning o'zini yo'liq qo'yib hokimiyat ostida ularni saqlash, bu o'zi Qur'oni Karim buyurgan bir vazifa degan gap. Endi ikkinchisi degan vaqtida yani darul harbda bo'lgan ishlar. Ve qatiluhum hatta la takuna fitnatun ve yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in tahaw fa innallaha bima ya'malun basir degan müşayatning o'zidimi? Ular bilan o'zi ularning qarshiligi tugagan qadar kurash qiling. Yani ular bo'ldi, sizlarga qarshi turmaymiz, bundan keyin sizning hokimiyatingizning ostiga kiramiz degan qadar sizlar o'zi urush qiling, kurash qiling. Ve yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ve barlıq din Allah üçün bo'lgan qadar. Yani bu nima degan bo'ldisa, bütün o'z diniy e'tiqodning hammasi Xudo bilan shu insonning orasida ish ekanligi. O dinni bano qilish orqali yana bir odamga hujum qilish degan narsani tamoman tark etgan qadar bu kurashligi bo'lganligini o'zini Alloh taolo bu yerda bayon qilyapti. Ya'ni bu yerga kirgandan keyin diniy sabab bilan men musulmon, sen kafir yoki sen yahudi nasara deb o'tirib uni kurash qilish o butunlay xato degan gap. Yani burunqi zamonlarda asosan diniy urush bo'lardi. A dindikilar, ma dindikilarga yoki musulmon bo'lganlar, musulmon bo'lmaganlar qarshi bunda kurash qilgan ishlar bo'lganligi uchun Alloh taolo bütün insonlarniki diniy e'tiqodi Alloh bilan shu insonning orasidagi ish, uni boshqalarga o'zi sen meningdek musulmon bo'lmading yoki meningdek xristian bo'lmading deb boshqalarga o e'tiqodini tengish orqali yoki o e'tiqodni zo'rlash orqali urush qilishni Alloh taolo cheklaydi degan gap. Yani bu ayetlerin özde. Yani bu ve yekune dinu kulluhu lillah degeni tercüme qilgan vaqtida dünyada kafir qanmagan qadar kurash qilinglar, urush qilinglar deb tercüme qilgan tercümelim bor. Yani nayt bak egir xato tercümede bu. Yani o lakum dinukum veliyedinniki veliyedin en şu ayetniki mazmununu ifodalaydigan bir nima ayetlendi. Shuning uchun bu yerda Qur'ondagi oyatlarni bir-birisiga qarama-qarshi qilib tercüme qilish bu nayt egir xatolik. Üçüncüsü Sure Enfal'ın 41. ayetinde ve alemu ennema ganimtum min şeyin
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا deb mush oyatning oxirigachilik mushu oyatning o'zi nima deydi degan vaqtda urushqa vaqtida insonlar o'zi g'animat olgan gap. Ya'ni kofirlarniki narsalardan g'animat qo'lga tushgan bo'lsa, u vaqtda uni qandoq bitirib qilish. Haqida Alloh taolo bu oyatda 5ning birini Allohning rasuli uchun va qolganlarini degan vaqtda valizil qurba, ya'ni yaqin urug' tuqqanlar uchun, yetimlar uchun, miskinlar uchun, yo'lovchilar uchun, ya'ni pul tugab ketgan yo'lovchilar uchun beriladi 5ning biri. Qolgan o'z 4 qismi hukumatning puli bo'lib, yana hokimiyatniki xazinasiga qo'yiladi degan gap. Yana o'zi Darul Harb haqida Alloh taoloning Qur'ondan bir qancha oyat bor, bunga o'xshash asosan mana mushu usulda tunishtirdi. Darul Harb, ya'ni bu yerda urush qilayotgan vaqtda oldiga kelganning o'zini hammasini sen kofir deb o'zi qatlam qilib butunlay hammani qirib tashlaydigan bunday bir usul Qur'oni Karimda aslo yo'q. O iymon keltirsin yoki men o'zimning dinimni qilib qolaman desin, bo'ldi sizning hokimiyating ostida yashayman, men nima o'zimning e'tiqodimni qilib qolaman. Ammo sen o'zi menga belgilagan bojlarni vaqti-vaqtida to'layman desa, uni o'ltirishga bo'lmaydiganlik haqida bu Qur'oni Karimdagi uqtirish, ya'ni. Endi ikkinchisi Darul Kufri, Darul Islam, Darul Kufri degan bunday narsalar bor. Darul Islamning o'zini ko'p tushundirgan bu kitoblarda qanday desa, ba'zan o'zi olimlar Darul Islam degan nima degan vaqtda podshoh o'zi nima musulmon bo'lsa, uni Darul Islam deymiz deydiganlarim bo'lgan va bir qismlari desa u davlatniki fuqarolarining ko'pligi, ya'ni ko'pinchisi, ya'ni %50 dan ortig'i 60-70% o'zi musulmon bo'lsa, uni Darul Islam deymiz deganlar bo'lgan. Ba'zilari u davlatning qonuni islomning prinsiplariga uyg'un kelgan bo'lsa, uning o'zini Darul Islam deymiz deb o'zi bunda qaraydiganlar bo'lgan. Bularniki hammasi bir qarash. Qur'oni Karim buni qanday qaraydi degan vaqtda Qur'oni Karim har qanday bir yerda mayli musulmonlar yashasin, mayli kofirlar yashasin yoki oz sonli kofirlar, ko'p sonli musulmonlar yashasin, qanday bo'lishini qat'iy nazar u davlatniki qonuni Qur'oni Karimdagi prinsiplarga uyg'un kelgan bo'lsa, u davlatniki Darul Islam, ya'ni islomning prinsipiga asoslangan bir davlat degan bo'ladi degan gap. Chunki Qur'oni Karimda hech bir davlatni u islom yoki boshqa bir dinlik etib atash degan bir narsa mavjud emas. Uning uchun bu nima mavjud degan vaqtda har qanday bir davlatda u davlatning qonun prinsiplari xalqniki ehtiyojiga loyiq holatda Qur'oni Karimning prinsiplariga uyg'un holatda o'zi tuzilgan bo'lsa va u qonunni adil ijro qilgan bo'lsa, butun insonlarga o'xshash holatda ijro qilgan bo'lsa, u yerda u Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi prinsiplarini, islom haqidagi o'zi buyruqlarini joyida o'rindiganlik bo'ladi degan gap. Bu prinsiplarga asoslangan vaqtda har qanday bir davlatniki qonun prinsiplari Qur'oni Karimning qonun prinsiplariga uyg'un bo'lsa, mayli uniki ko'p sondagisi musulmon bo'lsin yoki ko'p sondagisi boshqa bir millat bo'lishini, boshqa bir dindikilar bo'lishini qat'iy nazar, u yerda islomniki prinsiplari nima ijro qilinganligi uchun uning o'zini islomniki prinsiplari ijro qilingan bir o'rin deyishga bo'ldi degan gap endi. Islom, Darul Islam degan kelimaning o'zi. Darul Kufr degan vaqtda Darul Kufrning o'zi bu yerda bayqi degandek yana ko'p sondagi, ya'ni shu mamlakatniki ko'p sonli fuqarolarning o'zi kofir bo'lsa, yoki bo'lmay podshoh kofir bo'lsa, yoki bo'lmay qonunlari islomga uyg'un bo'lmasa, uning o'zini Darul Kufr deymiz deb tushuntirgan yerlar bor. 3 turlik narsada. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda bay degandeklar Qur'oni Karimning prinsiplariga uyg'un kelmagan holatdagi qonun prinsiplar tuzilgan bo'lsa, uning o'zi Darul Kufr bo'ldi. Ya'ni xato bir prinsip, xato bir qonunning ustiga qurilgan bir davlat bo'ldi degan gap.
Aqaç o musulmonlar yaşasımı oniki o'zi to'g'ri bir qonunni o'zini, to'g'ri bir prinsipni asos qilmaganligi uchun o'zi kofirniki, ya'ni o'zi xato bir narsaning o'zini asos qilganligi uchun u kufrniki o'zi bir nima bo'ladi? e, Kufr nima kufr qonuniyatni, qonunning o'zini asos qilgan bir mamlakat bo'ldi degan bo'ldi endi. Shuning uchun bu yerdagi Qur'oni Karimdagi asoslangan vaqtida hech bir yerda u yerdagi insonlarni asos qilmaydi. U yerdagi ijro qilinadigan qonun, prinsiplarni asos qiladi Qur'on. Onun uchun Qur'onda bir narsa, ya'ni bir ishniki yaxshi bir natija berishi, u ishga qo'yilgan prinsiplarning to'g'ri bo'lishi, ya'ni Qur'oni Karimga uyg'un bo'lishi asos qilindi. U odam mayli kofir bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, ishni to'g'ri Qur'oni Karimdagi prinsiplarga uyg'un qila olsa, kofir bo'lsin u foydalana gerçi musulmon bo'lsin-mu, agar o'zi Qur'oni Karimdagi prinsiplarga uyg'un harakat qilolmasa, u odam ziyon tortadi degan. Xuddi shunga o'xshash bu davlatning ishlarimi Qur'oni Karimning prinsiplariga uyg'un keladigan holatdagi qonun bo'lsa, u vaqtda u Darul Islom bo'ladi. Agar uningga uyg'un kelmasa, u vaqtda u Darul Kufr bo'ladi degan gap bu. Bu halqi Darul Islom bilan Darul Kufrniki nemisi farqi mana shu. Endi bu Darul Islom bilan Darul Kufrning o'zini bizniki xalqimiz yoki bizniki diniy olimlarimiz bizniki xalqimizga to'g'ri usulda tushundirganmi degan vaqtda aslo to'g'ri tushundiramagan. Misol Darul Kufrning o'zida, masalan, kofirlar yashaydigan bir mamlakat yoki u qonuni Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydigan bundaq bir mamlakat bo'lsa, u mamlakatga berib, u xalq kofir yoki o'zi nemasi qonuni o'zi Qur'on to'g'ri kelmaganligi uchun u yerda panohlik tilab berib, undan keyin u davlatniki qonuniga buzg'unchilik qiladigan, qonunni ko'zga ilmaydigan, undan keyin u yerda o'zi Qur'oni Karim nima do'konlarga kirsa xohlagan narsaning o'zini bularning bir tal tukuni julsaqmi hisob deb o'tirib, do'konlarni o'g'irlik qiladigan misol bu narsa bizning beshimizdan o'tdi Yevropada. Undan keyin o'ziga hech qanday bir qarshi emas. U bizniki yoki masalan Sharq Turkiston xalqining o'zini hisob qilgan vaqtida bizniki nimamizga, davlatimizga yoki bizning xalqimizga hech qanday qarshiligi yo'q bir davlatning yoki bir millatning o'zini davomli ashlarga o'z yomonlik qilish qo'ydi bo'ldigan. Bundaq ishlar masalan doktorxonaga kirgan vaqtida u doktorxonni qiynab, meniki ayolimning o'zini ayol doktori kelish kerak, u yerga ko'k deb ashada o'zi parakanchilik chiqaradigan shunday ishlar ko'p bo'lib. Bu odamlar hech bir zaman zarurat bo'lgan vaqtda harom narsani yesa gunoh bo'lmaydi degan umumiy bir prinsip ekanligini, zarurat bo'lgan chog'da harom narsami, harom ishning o'zini masalan o'ratlarning o'zini, birsiniki o'ratlarning o'zini er olsun, ayol olsun ko'rib qolsa-mu, u zarurat sababidan hech qanday o'z gunoh bo'lmaydiganligini to'g'ri tushunmaganligi uchun bu odamlar ashadimi o'zanda parakanchilik chiqaradigan shunday ishlar ko'p bo'lib misol. Shuning uchun bu nimaning o'zida Qur'oni Karimda masalan Darul Kufri kofirlar, ya'ni urush bo'lmagan, ya'ni biz masalan Sharq Turkiston xalqini misol olsak, biz Yevropa, Amerika har davlatga panoh tilab bordik. Masalan Turkiyani tortib panoh tilab keldik. Kelgandan keyin bu yerda bizniki qilishimiz tegishli ishlar haqida Alloh taolo nima deydi? Degan vaqtda Sura Baqarniki 194-oyatida ash-shahrul haramu bi-shahril haram vel hurumatu qisas faman yatada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma atada alaykum vattaqullaha va alamu annalloha ma'al muttaqin degan oyatning o'zidimi? Yani bu yuqorqi oyatniki nimasi ekan bu? Nimaniki? Boshqa yerda o'qib ketdimmi? Yani bunun o'zida va iza Sura Baqara'dagi 58-oyatida ve iz qulna dukhulu hazihil qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa dukhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin.
Bu oyatning o'zi Qur'oni Karimda bir qancha yerda keldi, shu Bani Isroil haqidagi oyat. Bu nima deydi degan vaqtda biz ularga mushu o'zi shaharga kiringlar va uni xohlagancha yanglar degan vaqtda xohlagancha yanglar va duxulul baba sujjadan va u darvozani kirgan vaqtda ularniki qonun prinsiplariga bo'ysungan holatda kiringlar degan edi deydi. Yani bu şeydeki "Vedhulul babe succeden" deganni o'zi sajda qilgan holatda kiringlar deb tarjima qilib, bu yerda nihoyat xato bir tarjimaning o'zini qilgan. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda har qanday bir davlat kirgan vaqtda u davlatniki darvozasidan, masalan, hozirgi vaqt Tammojdan shunday kirgan vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda shu davlatniki qonun prinsiplariga bo'ysungan holatda ish olib boramiz misol. Bu o'zi Alloh taoloning devatqini bu yani. Yani har qanday bir davlatga borsang, u davlatniki shu sen sayohat qilmoqchi bo'lgan yoki sen u yerda turma deb borgan u davlatniki o'ziga tushliq bir qonun prinsiplari va shu qonun prinsiplariga bo'ysungan holatda tur. Kirgan vaqtda shuning qonun prinsiplariga bo'ysunman degan maqsadda kir deydi Alloh taolo. Bu nimani bildirdi desa, har qanday bir davlat kelgan vaqtda mayli u musulmonlar ko'p yashaydigan davlat bo'lsin yoki g'ayrimusulmonlar ko'p yashaydigan davlat bo'lishidan qat'iy nazar, u yerdagi qonun prinsiplariga hurmat qilgan asosda kirishimiz va ularniki qonunga bo'ysungan holatda ish qilishimiz bu bizga Alloh taolo buyurgan bir ish degan gap. Biz u yerga berib, davlatni ichida davlat qurib, uningdan o'zi millatning o'zini millatga xato narsani o'zini tushuntirib, misol bizniki atalmış o'limalarimizniki deyotgan gaplar bor bu yerda. Yoshlarga berayotgan ta'lim tarbiya o'zini kallasi shu narsa bo'lgandan keyin nima deydi degan vaqtida shu darul kufr deymiz hamda misol musulmon bo'lmagan yoki hozir dunyoda musulmon degan bir davlat yo'q-ku. Boshqa bir davlat kirgan vaqtda u davlatni xuddi darul islomdek tushuntirdik. Darul islomdek tushuntirish orqali u davlat kirgandan keyin uniki qonunga bo'ysunmaslik, u yerga kirgandan keyin xohlagan narsani elish, u alqi davlatning fuqarolarga g'um saqlash, uni davomli o'zi bir yomonlik qilish niyatida bo'lish, bu o'xshash shundoq o'zi nihoyatda xato bir narsani millatga o'rgatishlik. O'rgatganligi uchun bu yerga qarqo'saq o'zi hech qanday narsa bilmaydigan, shu bolaning o'zi nima qilib degan vaqtda u bu do'konga kirib, shu do'konda o'g'irlik qildigan. Mesela Dünya Uygur Kurultayı'nın xalçoğun mollusu mu? Dükkan'a girip oğullukka işlava. Onu desek hazır alamet olur demdi. Bu hem aşağı kirip, aşağı oğulluk kısa, aşağının bittal tükünü julsa, aşağı bir cihat kılan boludu deyip bunda hisalaydı özüne. Şunun için bular ne kıldı dese, yüzü aşında, başka adamın aşında özü oğulluk kıldığan yolga başlaydıgan. Bizim nemede Norveç'de yaşayan vaxtıda, mesela bir do'konga kirsa, kiyim kechaklarniki bahosini tushirib atmasa, 50% bahosini tushirib o'tib qolsa, ba'zi kiyimlar 500 ko'ylik kiyimning o'zini 1000 ko'ylik kiyimni 500 ko'ylik tushirdi. Ba'zan o'zi 100 ko'ylik kiyimni 50 ko'ylik tushirib qo'ydi. Tushirib qo'ysa, shu 100 ko'ylik kiyimdagi 50 degan nimaning o'zini tushirgan bahoni suyib elib, 500 ning o'rniga chaplab, etiketga adamni biz ko'zimiz bilan ko'rgan. Bu kişinin hakkı degan gapning o'zi musulmonning haqqi bo'lsa harom bo'ladi. Boshqa bir dindikilarning bo'lsa halol bo'ladi deydigan hech qanday qoida yo'q. Har qanday bir millat, har qanday bir dindagi inson bo'lishidan qat'iy nazar, uniki haqqini nohaq holatda elib olish u harom o. Buni bizniki diniy olimlar to'g'ri tushuntirish kerak millatga. Misol. Masalan, o'zi bilan do'st dushmanligi bo'lmagan, hech qanday o'zi aloqasi bo'lmagan millatlarning o'zini dinning sababi bilan men musulmon deb o'tirib uning o'zini dushman tutadigan, boshqalarniki ishiga, ya'ni masalan hozir Suriya deymiz, Afg'oniston deymiz, shunday davlatlarniki ishiga, o'zining ishi bo'lmagan, o'ziga hech qanday vazifa tushmagan bir ishning o'ziga berib, o'shaga berib qatnashib, ularniki davlatlarni parakatli qilib qiladigan, misol biznikilar ashtaq bo'ldi-ku, hozir turibdi ashada. Va ashtaq yerga yo'l soladigan, ya'ni diniy sohadagi odamlar qilyotgan bu ishning o'zini yo'l soladigan, ya'ni boshqa sohadagilar bordi, tijoratchi sohasidagi insonlar bo'lishi mumkin.
Lekin ko'pinchisi diniy sohadagi insonlar aşağı olsa, aşağı verip o'zi o'lsa şehit oldigan, bu yerda qilgan ishi jihad oldigan, ashundoq tushuntirish orqali yo'l qilgan ishlar nihoyat ko'p. Bulumu bizdeki şu insanlarımızga Darul Harb bilen yani Darul İslam'ın özünü to'g'ri tushundirmaganligi alamati. Darul Harb degan nima degan vaqtda biz o'zimizga tadqiq qilgan vaqtda bizga qarshi kurash qilingan bir rayon. Masalan, hozir Xitoy bizga qarshi kurashni vatanda qilyapti-ku. Vatan biz uchun Darul Harb. Aşağıda qilsak bizga bo'ldi degan gap. Ammo uning sirtida boshqa bir millatniki rayonu ko'rib biz u yerda u xalqning o'zini bekor o'ltirib qilishimiz bu eg'ir jinoyat degan. Ya ko'maydi ashundaq yerga yo'lga selish bu eg'ir o'zi millatga qilingan xoinlik. Misol bizniki xalqimizning o'zini terrorist ko'rsatilmay shunday jafolatayotgan vaqtida mollaning yetakchiligida molla ashuni o'ylab bergan rollarning sababidan minglagan, 10 minglagan qarindoshlarimizning o'zini shu terroristlarning ichiga tashlab xalqaro menima ko'rdingmi, ama terrorist millat deb o'tirib kampoq solashqa ul hozirldi Xitoy. Yani şunun o'zi bizniki xalqimiz nurg'ulg'an hozirgichilik vatanda qancha millionlagan insonlarimiz o'lib ketdi. Bu nihoyat o'zi eg'ir bir talafotga keldi misol. Yana davlat belgilagan imomlarga nima qilmaslik, iqtidor qilmaslik. Masalan, men o'tgan nerqi yil 2020-21 shu vaqtda kelgan vaqtida kirdim şunu olan özü cemdallarımın taşıp etiplikini tarihini hep çıksam Ulu Cami'ye. Ulu Cami'de namazına, perizini uğup vakti doğru kipti. Şunu olan ula uğup boğandaki meviyede ayrım uğuş doğru geldi. Ben uğup o nık boğuşluk imam ayette qarab turttu bana. Şunu olan ben şudak mağaniki sen demiş ki bizi iqtidar qilmaysa deydi. Degandekin men sen uğup boğanca kirdim. Sen aşağı saklap turup atayın. Şundaq biz uğup boğanca kiryapsa bu yerda doğu Türkistanlıklar şundaq qiladi deydi. Men hozir tek Angliyadan keldim. Tek arallı şu o'zi sinaki şu oxirgi nimanga ulguramadim shu. Shuning uchun men ayrim o'qidim dedim men. Desam, ular shu bizning vatandan chiqqan bir qism odamlarniki imomga iqtidor qilmay buning o'zi deganni nima hukumat saylagan imom bu hukumatning o'zi tog'ut deb o'tirib, ash xalqning o'zini ayda qaymoq turib, o bolalarning o'zi ashar imomga iqtidor qilmaydigan Müslümanlar arasındaki birlikning o'zini buzadigan shunday ishlarning o'zini shu yerda, shu Turkiyaning o'zida boshqa yerdan bo'lishi mumkin bu ishlar. Shunday voqealiklar yuz beriklik. Bunday ishlarni bizniki diniy olimlarimiz to'g'ri o'rgatmagan misol bolalarga. Başkalarınki misal mallarını, melini, cenini halal deyiş arqılı ularniki piygi düşüp, ularniki mal dünyasını bulaş, ularni öldürüş qo'xshash shunday voqealiklarning o'zimi shu xato e'tiqodning sababidan yuz beryapti misol. O O'rta Osiyodan bo'ldi bu ishlar. Shu hozir Turkiyadan bo'lganligini shu anglab turyapmiz o'tganlardan masalan shu o'zgalar sitisdan bo'lgan ishlar mana shunday xato e'tiqodning sababidan bir qarindishimizning beshi Cenel Zaman buluqliq onun aldığımı birisindeki polisini bulap getişke okşaş mı şundak işler bulukluk. Neyim için diye vaqtida o andığı adam, mandığı adam, adamın polisini alsak bolamı deyip aşı bir modus buludu bu anaki. Aşını sorğandakin onun özünü erişqa fatva çıkarıp bergandakin alıdığan gap onun özünü. Misal. Şunun için biz yaşlarga bunda xalqi sat insaniyet onun jirkindigan bizning millatimizning o'z jirkindigan bir holatni shakllantirgan bunda ishlarning o'zini öğretmeslikimiz lazım. İnsan buluşqa biz ularga o'zi ta'lim tarbiya berishimiz lazım. Ve yana başka dindeki ve başka mezhepteki yoki başka fikirdeki insanlarga g'umsaqlaydigan ve onunga davomliq o'z hujum qiladigan, uni haqoratlaydigan ishlar bizning aramizda mavjud. Nima uchun degan vaqtda bular o'ziga o'xshamaydigan fikrdan bir tal fikrni qilib qo'ygan odamni u dushman hisoblaydi. Bumi o'zi shu diniy sohadagi, diniy olimlarniki to'g'ri bo'lmaganligi, ularning qarashlariga nihoyat xato bir narsa ketayotganliginiki dalil isboti yani.
Dünyada köplügen özü pikirlerniki buluş lazım. Bir näse üstünde köp pikir bolsa, o wagtda o näsiniki düşençilik, o näsiniki elki insanlaryň düşünüş nemeleri näet keng bolgan gep. Yani bir näsini köp tarapyndan tunutgan wagtda o näsiniki tunutulyş jarýanlary näet mükemmel bolup diýen gep. Şoňa bir mesele üstünde okşamaydigan pikirlerniki çykypdygyny bu näet bir ýaxşy iş. Köplügen sahada ma'lumotga ega bo'la olamiz degan gap. Shuning uchun o'zimizga o'xshamaydigan fikrlarni qilgan odamlarni haqoratlaydigan, tillaydigan bundaq ishlarniki boshqa hech qanday bir millat yo'q bu. Faqat shu bizning millati bor. Bizning millatning ichidami, ya'ni nayta shundaq hammasi emas, bu radikal, nayta radikal, shundaq xurafiy bo'lgan, shundaq diniy sohadagi insonlarda bu mavjud. Bo'lmasa uning o'zini yaxshi bildigan, neyni shundaq yaxshi diniy olimlarimiz bor. Bular unda gapning o'zini qilmaydi odatda. Yana odatda berilgan yordam bo'lsa, masalan, shu angan men anglab hayron qoldim ish qilib. Shu İHA'nın bergen yordamning o'zini berib, shu qator turgan sapning o'zini buzib, ishtirib, aşağıdaki adamın özünü berip, ancak aldığan işler bağmış. Neymiş bunda kaldı dese, o aşağı berip, iştirip, aşağıdaki özünü aşağıdaki yani kalaymakançılık kılıp, ancak ağırının özünü, ulardan ganimet ağan katarda, darul harp, ganimet darul harp hesabılap, yani özünü, onu ganimet ağan kılıp, özüge anda halal sanaş için anda kıvatkan işlamı, naite özü köpmüş bu nemede. Bulupmuş Türkiye'de bu atkan işlamı şu. Qandaq bir insanlık misalda bir adam onun yardım qilimi deb kelsa, uning o'zini aşağı tartibni buzib, qalaymakanchilik chiqarish orqali u yerda o'zi odamgarchilikni yo'qotib, bundaq qilish bu insonlikqa nihoyatda yot bir narsa bo'libmi, o'zi o'lib ketmaydi. Ya'ni bizniki butun xalqimizga o'rtaq bir o'zi chaplanadigan ig'ir bir nima bu haqorat yani. Uyg'ur deganda zot odam emasga deganga opirish uchun qilinayotgan bir ishlar. Yana o'zi boshqa insonlarga, boshqa yoki mamlakatning ishlariga diniy sababdan fatvo berish yoki diniy sababdan o'zi aralashish. Masalan, uzundan biz deb kelyapmiz bu ishning o'zini, o'sha Falastinda Hamas bilan o'sha nima? Mana İsrail ikkisi urushyapsa, uning o'zini diniy urush nuqtasiga ko'tarib, uni hattoki Falastin bilan nima İsrailning urushi emas. Adet Hamas bilan İsrailning urushi. Aş urushning o'zini apirib, butun o'zi musulmonlar va Yahudining o'rtasida urushga aylantirib, ashundaq nazariyani so'zlash orqali bu yerdagi bizning qarindoshlarimizniki beshini qaydirayotgan ishlar mavjud misol. Bu ish ikki millat yoki bir guruh bilan bir davlatniki o'rtasida bo'layotgan ishlar. Masalan, Hamas degan bir tashkilot bilan, ya'ni bir o'zi İsraildan iborat bir davlatning o'rtasida bo'layotgan ishlar. Asla o'zi bu butun musulmonlar orasidagi yoki butun arablarning orasidagi, arablar bilan yahudning orasidagi ish emas. Odatda Saudiya Arabiston deymiz, Misr deymiz, hech qaysi bir davlatning o'zi u yerda o İsrailga qattiq qarshi turib shunday qilib ketgan bir ish yo'q. Nima uchun degan vaqtda ularni o'zining davlatini qo'g'daydi, ham o'zi u yerda bo'layotgan ishlarniki to'g'ri xatolarni farqlantirib qilayotgan ishlar bor. Uning uchun biz özümüzge kerak olmagan yoki o'zimizniki bo'yidan oshirgan bundaq masalalarga dinni bano qilib, ular degan bizning diniy qarindishimiz deyish orqali bundaq o'zi o'zimizniki ustiga tushmagan bundaq narsalarning o'zini qilish nihoyat og'ir xatolik. Bu bizning qilgan ishimiz nima degan vaqtda adolat ustida turishimiz lozim. Mayli kim bo'lishiga qat'iy nazar. U yerda birinchi agar o'zi shu biz adil bir inson bo'lsak, haqiqiy bir musulmon bo'lsak, shu yerda qanday hukm chiqaramiz degan vaqtda birinchi hujumni kim qildi? Ishini kim boshladi? Urushni kim boshladi shu vaqtda? Hamas boshladi. Hamas boshlagandan keyin Isroil oxirida urdi. Jinoyat aslida Hamas degan gap. Unda bo'lgandan keyin bu yerdagi masalaning o'zini biz uning o'zi aralashishga hojat yo'q, uning o'zi fatvo berishimiz hojat yo'q. Ular o'zining ishini o'zi tep qiladigan, uning aqsini nurg'ilgan arab mamlakatlari va xalqaro cho'ng kuchlar bor. Ular uni hal qiladi
biz özümüzün işiga nima qilishimiz lozim, ahamiyat berishimiz lozim. Yani özümüz nima ish qilyapmiz, ishimiz qayerdan qayerga ketyapti, bizning dushmanimiz kim, ular bizni qanday ziyonkashlikdan qilyapti, ularga biz qanday qilganda taqobil tura olamiz. Bu narsani o'ylashimiz lozim, buning ustida kurash qilishimiz lozim. Yani başkalarının işi hazır bizga hech qachon bizni ustimizga tushmaydi. Hattoki Afg'oniston bizni qo'shnimiz, hatto Qirg'iziston, Qozog'istonda bo'lgan taqdirda bizni ustimizga tushmaydi. Nima uchun degan vaqtda bizning ishimiz ularning natijasi eg'ir. Biz o'zimizni qutqizib bo'lgandan keyin ularga yordam bergidek bir holga kelgan vaqtda yordam bersak bo'ldi. Bo'lmasa ularga yordam berish bizning ustimizga hech qanday vazifa emas hozirgi vaqtda. Shuning uchun nohaq bo'layotgan ishlarga biz bu ma ishlar nohaq bo'lyapti deyish haqqimiz bor. Va lekin taraf tutib u yerda diniy nuqtadan mening diniy qarindishim degandek banani qilib o'zi yana bir tarafga xalqaro bunday narsani xato anglatish bizniki da'vo ishlarimizga nihoyat og'ir ziyonlarni keltirdi yani. Yani devletlarniki misal Yevropadan bo'layotgan narsa shu, bu Turkiyaga kelsak, Turkiyadan bo'layotgan ishlar shukan. Türkiye hakimiyetinin özünün tağut hakimiyet deb qaraydigan mushundaq naati o'zi xurafi jedalxo mushundaq insonlar bor bizning aramizda. Bu naati og'ir bir xatolik. Sen bu yerda yashayotsa, bu xalqning o'zi necha yuz minglagan insonlarni qurbon berish orqali, jenini va qonini berish orqali bu davlatni qurgan. Sen bu davlatni haqorat qildigan, bu davlatning o'zini ma'u deb tağut bu deydigan hech qanday haqqing yo'q sening. Sen vatanga batmagan bir adamning o'ziki boshqa bir davlatga kelib, u davlatning xalqini, u davlatdagi hokimiyatni tillarga hech qanday haqqing yo'q sening. Shuning uchun bu yerda haddimizni bilib olishimiz lozim. Biz dushmanimizni aniq tanishimiz lozim va dushman qarshi ish qilishimiz lozim. O'zimizni dushmanga qarshi ish qilishimiz lozim yani. Sen boshqa odamni ishiga aralashqidek hech qanday holing yo'q seniki. Shunga xalqi başka devletniki nimasiga, hokimiyatiga, qonuniga uygun ish qilmay, u yerdagi ish qilgan vaqtida misol davlatga boj to'lashga mumkinchilik turgan, boj to'lamaydigan, amalning berish qarash qildigan yoki bo'lmaydi, shunday boshqalarning piyiga tushib, baylarni ko'rsa, baylarning piyiga tushib, uning o'zini bulan-talan qilgan bunday ishlarni qilish, bu insonlikqa ham yot, ham yana bir tarafdan devletin kanuniga hem özü nait qattiq özü nima qarshi bir narsa. O devletni onu tutqandaki mesela o bir adam ya bir ikki adam ketmaydi. Şu milletniki yüzüge qarchaplangan gap. Biz Yevropaga borsak, Yevropada şu Afg'onistonlikning o'zi hech qanday o'zi bir tal Afg'onniki bir devletning qonun qarshi ish qilib bir jinoyat o'tkazganlik to'g'riliq bir xabar yo'qki, ashuning o'zi hayron qilma ashunga. Biznikilar desa, nima Norvegiya turib, Daniyadagi bir yerning o'zini andaq qilib deb turmida 6-7 yil, 10 yil yotgan odamlarimiz bor. Norvegiyada. Do'konga kirib, o'g'illik qilib, ikkinchi u do'konga kirmas qilayotgan odamlar bor ashada. Nima degan nomus buning o'zi misol. Devlet onun yeydigan narsani berib olsa, turdigan yerini berib olsa, kiydigan kiyimni berib olsa, yani nima qilish kerak u? Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bir yer kirgan vaqtda o'zimizning odamgarchiligimizni namoyon qilgan holatda kirishimiz lozim. Odam bo'lishimiz lozim biz. Boshqalarga o'zimizning odam ekanligimizni ko'z tutish orqali o'zimizniki hozirgi bechor holimizni qarta boshqalarniki qo'llashlarini qo'lga keltira oladigan bunday bir sharoitni yaratishimiz lozim. Undaq qilishniki sirtida butun dunyoga yomon ko'rinadigan ishlarni qilib, yomon ko'rinadigan insonlarni qashqi berib olib, misol. Hozir misol shu nimaning o'zi Suriyada shu ishqital kampining o'zida 1400 ga yaqin ushaq ayollar bor. Erler turmudu yetkilik. O erlerin hemmisi koşkan vaxtda 1800 dek adam. Hemmisi. Aşıların neyim günahı var misal? Aşıların haltı koçuğu başlayan doğru bir özü, yolunun özünü ögetmegen kim o diye vaxtda? Dini sahadaki adamlar.
Aşının asası aşağı çıkıp gitişige sebep bolgan cihatni o'zi tashviq qilib aşağı chiqarayotgan odamlar diniy sohadagi odamlar misol. Bir qism tijoratchilar bor uning ichida. Mushu odamlarniki sababidan millatimiz sarganda bo'lib minglagan, 10 minglagan odam qurbon aşağı bekadimiga hangir paytni qadrsiz o'lib ketishlik. Shuning uchun bu ishlarga biz diqqat qilishimiz lozim. Ham bu dinniki siyoset her sahadaki işlerini to'g'ri bilishimiz lazım. Yani bu yerda hozir biz Darul Harb bo'lmagan, yani urush rayoni bo'lmagan, bizniki ustimizga tushgan bir urush bo'lgan rayon bo'lmagan. Yani biz hozir urushni biz vatanda qilishimiz lozim. Boshqa yerda bizniki urush qilish hech qanday yo'limizmi yo'q. Urush qilish o'zi bizning ustimizga tushgan vazifa emas, boshqa yerda hech qanday undaq ishni qilishga bo'lmaydi bizga. Bundaq bir shart ostida boshqa bir mamlakatlarga mayli qandaq bir davlat bo'lishini qat'iy nazar, u yer borgan vaqtda qandaq qildik ekanmiz degan vaqtda Alloh taoloninki Qur'oni Karimdagi vadxulul baba sujjadan degan oyatiga amal qilgan holatda bor ekanmiz. Yani har davlat kirsak, shu davlatniki qonun prinsiplariga bo'ysungan holatda shu yerda yashashimiz lozim ekan. Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha u yerda biz ular g'umsaqlab har xil o'zi parokanchiliklarni chiqarib bunda qilish bu Qur'oni Karimdagi prinsiplarga tamoman zid kelgan gap. Shunga biz Darul Kufri yoki bo'lmaydi, Darul Harb bo'lmagan. Yani Darul Kufri nima? Darul Harb bo'lmagan bir yerga borgan vaqtda u yerning o'zini Darul Harb holatda biz tushunib, uning qarta o'zi harakat qilishimiz tamoman xato degan gap. Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha. U yerda biz urush qilmadik. Urush qilmagan vaqtning o'zida ular bilan biz chiroyli o'tishimiz lozim. Biz boshqalarniki yeriga borgandan keyin u yerda biz o yerning egillariga hurmat qilishimiz, ularning chiqargan qonun prinsiplariga amal qilishimiz lozim. To'langan bojlarimizni joyiga to'lashimiz lozim. Shu vaqtda biz nima qilamiz degan vaqtda u yerga sig'alaymiz. Undaq bo'lmay hamma odamni o'zimizga dushman ko'rib, bu o'zi ma mazhabda u mening dushmanim, mandaq dinda bu mening dushmanim, dinsiz mening dushmanim deb hamma odamni o'zimizga dushman hisoblamasligimiz lozim. Dushman faqat bizning vatanimizga bostirib kirgan bu bizning dushmanimiz. Bizning vatanimizga bostirib kirmagan o qanday dinda bo'lishini qat'iy nazar u bizning dushmanimiz emas. Dushman mana bu. Biz dushmanni tonish qilib qolsak, shunday tonishimiz lozim. Ya'ni har qanday bir millatniki territoriyasiga bostirib kirgan taraf u territoriyaning egisiniki dushmani bo'ldi. Bizning territoriyamizga bostirib kirgan Xitoy bu bizning dushmanimiz. Boshqa o'zi hech qanday Yahudi bo'lsin, Nasara bo'lsin, ya qanday bir millat yoki qanday dindagi insonlar bo'lishini qat'iy nazar, uni biz dushman sanashimizga bo'lmaydi va ularniki mamlakatda yashagan jarayonda biz ularning qonun prinsiplariga bo'ysungan holatda yashashimiz lozim yani. Gazetelerde Xo'sh. sığma Bir suallı var mı? Bir rapor tüydüm bu. ben bizimki kıskısı bir kıstam koyduğum sualını yaxşı buldu. Allah razı olsun. Sual sorup için. Hem de ben hayatımda nurgul işlerini gördüm. Mesela ben işkirde yaşadım şu. Şu Ürümçi'nin işkirik yapılı şu arada 74 saat poyuz oturduk mesela. Şu aralıkta mağarada Xitay'dakini yoki Kapır'dakini alsang halal bo'ladi degan fatvo asosan ashunda o'g'irlik qildigan
Gençlikçi. Ayda bu ketken ballarçı mesela. Hmm. Bular kelib bizni ko'rgancha oldi voy hargiz Uyg'urlarni olmaymiz deydi. Hali bechora qarasa yanchuqqa qo'li bizning yanchuqimizda chiqib qolganda adolatli ko'rdi. Tutib olgan yillar qiyshiq ketdi. Shunga o'xshash bunaqa nima paytlarida kofirnikini oson bo'ladi degan shu nima vatanda bordi-ku. Demak, u Hmm. kollar shunda yashagan bo'lsa, u o'zgarmagan bo'lsa, u kollar o dunyoning har qanday bo'lsa shu kollarda yashaydi. Shundaymi? Doğru. Şu bizim vatanda misal biz aşu aşağıdaki vaqtida Xitoygina olsak bo'ldik degan patvoni tepib, shunda ba'zan mollalarda qilib qolgan Xitoyni elib, oxirini o'zi hukumat ishlayotgan Uyg'urlarnikini olsak bo'ldik deb o'tirib, Uyg'urlarniki eliqliq, oxirin bu siyosiy kengashniki imomlar ekan bular deb imom mayiznikini eliqliq, oxirini o'zi sho'dijan, dodijannikini hammani eliqliq misolda. Olgandan keyin u yerdagi narsa nima bo'ldi deyapti oxirisida, andan keyin u cho'ng bir narsa bo'lib, u nurg'un odamlar ashuna bilan o'zi turmushga kiradigan ashundaq ishlarning o'zi yuz beriklik. Moto, velosiped ashundaq narsalarni eliqliq misolda. Endi sen urushga vaqt u ayrim bir vaqt. Sen o'z safda turib urush qilsang u ayrim bir vaqt. Ammo sen ashundaq qilish orqali nimaga yeta olaysan degan vaqtda u ashu qilgan ishniki oxirisi, ya'ni Xitoy uningda u Xitoy bergan bir fursat u. Xitoy ashundaq fursatlardan foydalanib nima qildi degan vaqtda millatni butunlay bir millat bo'lish bilan 1 milliard 700 million Xitoyga sat ko'rsatib bo'lgan gap. Masalan, buning o'zini men anglaganman shu ishkirda qo'shin tortdik degan bir inson bo'ldi ekan. Bu insonlarning o'zi uşaq balalarning o'zini o'g'irlab olib boshqa yanchiqchilikqa, o'g'irlik qiladigan gap. Shuning bilan ular o'zi turmushga kirib qolgandan keyin tutilib qolgandan keyin ishdan kirib, ishdan chiqargan gap. O saqchining o'zi asonlik millatliga e'tibor berdi. Deb o'tirib bu yerda e'tibor bergan kishi bo'lib, uni chiqarib olgan gap. U aslida e'tibor berganligi emas. Xitoy texmbek o'zi bular o'g'illikni qilsin, avtomatini satsin, shunday o'zi yanchiqchilikni qilsin. Qilgandan keyin butun o'zi Uyg'ur millatiga mana mushu deb Xitoy millatiga uni o'zini ayndaq sazoy qilish maqsad bu. Uning uchun qo'yayotgan narsa bu. Hozir bu sirtqa chiqqancha ash kasalni saqlayam nima qilolmay, ash kasalni orlanmay bu yerda hukumatniki saylagan imomlar misol Turkiya hukumatniki Diyanatni saylagan imom xido qilmaydigan bu yerda halolni ishlab o'zi tijorat qilayotgan odamniki pullarining o'zini bir xil bananini tepib ashuniki pulni o'g'ilsaq bo'lib deb ashuna o'zi yo'l ko'rsatib bergan, ashuna o'zi fatvo chiqarib bergan bir ishni bo'lmasa ular qilmaydi ashuna o'zini. Ayndaq qilish orqali bu yerda bundaq qalaymaqanchilik buluqliq misol. Hattoki sirtqa chiqib misol Suriya, Iroq, Afg'onistonda yeg berib ashlar qo'shilib ashunday kalla kasali bo'lsimi, umuman jihad hisoblanadigan, qiyomat jannatga kiradigan shunday bir o'z narsalarni o'g'itish orqali millatni bundaq xalta ko'chiga boshlash nihoyat og'ir bo'lgan. Shuning uchun bizniki deydiganimiz nima degan vaqtda diniy sohada o'qigan insonlar dinni yaxshi bilish kerak va dinni kishilarga to'g'ri yetkazish kerak va boshqa sohaga aralashmaslik lozim. Siyosatni bilmaganligi siyosatga aralashmaslik lozim. İqtisod bilmaganligi iqtisodning o'zini so'zlamaslik lozim. O'zini kasb sohasini so'zlash lozim. Bu mo'llinlikni bilmaydigan narsa yo'q. Askarlikniki bir qismi generalga dars o'rim deydi, siyosatchilikni qilsa Joe Bidenga dars o'rim deydigan mo'yindaq nihoyatda o'zi qalaymiqan mo'yindaq narsalar bor bularniki. Shuning uchun biz bildigan narsani bilimiz deyishimiz lozim. Va buni to'g'ri bilib, insonlarga to'g'ri yetkazib, insonlarni to'g'ri yetaklashimiz lozim. Ammo bilmaydigan narsaga insonlar, ya'ni xalqimizni xalta ko'chiga boshlash orqali xalqning vayron bo'lishiga sabab bo'lmasligimiz lozim. Xalqning vayron bo'lishiga sabab bo'lish bu bir xoinlik bu. Shunday yolg'on aynan xato patronlar bo'lib, undan keyin u o'g'irlikni adab ketib, keyin kesib ketib, nihoyatda jiq xonavayronchilikqa uchradi shu. Onunki ma'lum bir nima asosi dindan asos topgan bo'lib, dinni bo'lib suiiste'mol qilib,
ahir hakni o'g'irlab o'tadi, caiz qo'yib o'tadi. Hmm. Bir taraftan o o'g'rilikki yanchukcho'lni topgan puli bilan qariyalarni o'qitirdi. Aynı avvalo cephemdeçi olur işkirdiğince. Aşağı arkalık Xitay'ınki Uygurları dünyaya bulap Xitaylarga set göstü. Arkadaşım Germaniya değil mi? Ayda o tükenci şikirliğe vuruşa. Doğru. Burun şu Yahudilarını German milletiga acayip set göstü arkada bularga andan dünyanın en rezil insanları olmadıkça. Şundan neçe milyonlagan Yahudiniki kırılışıdan sebep olmadıkça. Şu Doğru. aldığından bir nime ne yemek olsa böyle kuzun için deryanınki beşine yüzü çıkıp layık elbette buradaki seminasyon layık elbette hep yiyen olacağız. Bana sebep de değil mi şu? Şu Xitay'ınki faşist Xitay'ınki Mollaları ayından eğitibarlarını çıkarıp bergendiki Darul Hmm. Harp, Darul İslam, Darul Bina sebepçi. Hmm. Kapırdaki asal buludu. Ana kısal buludu depçi. Ahırı bütün dünyaya Uygurlarını oğru, yalgan kılıp köstü. O yetmey. Ahiremden kadar kıldıysa terörist köstüğüyle. Hmm. Ay, netçiligen biz kapır da yürüyen. Müslüman yok bu devlette de bu kapır bu. Aslında adetimiz ayında düşünüp yürüyen devletler ve Xitaylar Uygurlarga zulüm kılmadı devletler. Elin netçiligen bizim Müslüman biz İslam devleti dep yürüyenler ama ona Uygurlarga kanda kılmadı bu haklı bu terörist bularca Hmm. dep onundaki bularını şu Xitay'dan cahil edelim. Xitay'dan dumbukunu çevirdiler. Bunu Doğru. da bir de tamamen bizi günah yok mu? Bizde günah var. Değil mi? Bizde mi var? Elbette. Yüzümüzde bir eylek çıkarttık. Hata etkiye yüzümüz bağımlı yok mu? Onu bir Kur'an'da selep, onu bir densem, ergekli ötküze, onu ne kılışımız gerekecek? E, Elbette. Toğra, dilla, dadil hükümlerini çıkarışımız gerek. Bu misal, nemin olsa siyah almak, Xitay, çamı almak, Xitay, ama lakin yüzümüz karıştırık aptal. Dünyadaki en takva Müslümanları biz. Şunda o vasıta Allah bizi en zor kıyışıklarla sınav atıda şunda yüzümüz bezle ütüden getirdi. Doğru. Benim Şu Baysıl degendek Germaniya yani Hitler 10 yıl aşındaq o sert göstüp gez jurnalga çıkarıp Yahudi diye muşundaq millet ahkör dep 10 yıldan keyin ularni aşındaq qırğın qavaqda bütün Germaniya halkına özü bularni zat yok qıvatmıs bolmaydı degen aşındaq qaraş kep bolgandan keyin ularniki yok qılınışıga ularni tutuvaсын xuddi bir alvasını tutuvagandek aşındaq bir halat şekillenip ularni qırılışıga aşındaq sebep bolgan ki bolmasa onu doğru nemişki bu insan tutsa deydigan adam çıkıdı misal. Bizni başlaq qılıq. Bizge unudun mu cek mesela 10 yıl emas. Mening farzimce şu iş kirgenlik soda ticaretke bargan bir vaqt başlandı. Aşından keyin bir 5-10 yıl yoki o'tib ketdi. Aşındaq bolgandan keyinla iş kirgendagi avtomat nima to'shaydigan, har xil qalaymagan insonlar aşağı kirib milletni aşındaq uşaq balını aşağı yapıp ayın ögütüp milletni bütün aşağıdaki Xitay olsun ve başka millet olsun aşağıdaki sert gösterip bulukluk misalda. Onun özünü az dep dünyada Uygurlarını terörist emas dep devassa aşın terörist kılış için yani mavu sırkı çıkıp bu şer qara kiyimlik insanlarga özü insanların arası koşup bu Uygurların özünü bu yerde hem terörist qalpığını kaydiriklik misal. Bu şunun hemmesi nime sebep boldu degan vaqtda ben bilime xalcıqınki ismini bilememen, yüzünü tanıyma. Şu vaqtın özü Skype'den onun bunun vatanga tabliq qilib, minglgan, 10 mingga Uyg'urlarniki kirishiga, vatanga chiqmoq ishga qatnashishiga va vatanda sebepten ashundaq qora kiyimlarni kiyib ashar tutilib ketishiga sabab bo'lgan nurg'un odamlar bor. Bilinmaydi odamning o'zini. Bu yerda nurg'un odam biladi bu odamni. Misol.
Yani mush adamlar hazır uyalmay turib, yani dunyoda o'zi bir yaxshi ish qilayotgandek yashayotgan insonlar bor. Millatniki mush kun kelishiga biz nima sabab qildik? Bizlar to'g'ri ish qilayotganligimiz uchun bu mush holga keldimi? Yoki biz xato bir ishni qildikmi? Deganni har bir odam, har bir bo'limi diniy soatlik odamlar buni o'ylashi lozim. Texmi o'zi cho'ng bir taraflari bor. Buning o'zini bu yerda deyishga hozir demaylik, ammo buning bir deydigan vaqti keldi ish qilib. Bu millatni bundoq setishga yo'l qo'ysak bo'lmaydi. Shuning uchun ilqi bo'libmi bu Darul Islom, Darul Harb, Darul Kufr degan vaqtda biz u biyak bosaqlar yoki xristian davlati yoki bo'lmaydi ilqi ma Turkiyaga o'xshash loyiq bir davlat bo'lsa, uning o'zi islom emas, buniki boshlig'ining o'zi tag'ut, bu tag'ut davlat, oq ko'k deb u davlatniki qonun prinsiplariga bo'ysunmaydigan, davlatning ma'murlariga haqorat qiladigan bunday ishlarni qilish bu islomda jinoyat. Yani bizdeki mushu hozir mushu Turkiyada bizni yashatmaslik uchun qilinayotgan bir ishlar. Mesela O'rta Osiyoda bir voqealar bo'ldi, shundan keyin O'rta Osiyoda vatan chiqqan Uyg'urlarning yashashini qiyinlashib ketdi. Endi bu Turkiya degan vaqtda Turkiyani biz test etish uchun bir qism oqis kim bor belgilanmaydi, shunday insonlarning sababidan bunday yomon ishlarni qilib, unidagi bu Turkiyadami Uyg'urlarni tamoman o'zi sestib bu yerda yashuvsiz qilib etish uchun qilinayotgan bir qism harakatlar bor. Bununla her sahadaki insanlarımız yaxshi o'zi ahamiyat verish lazım, bununla o'zi diqqat qilish lazım. Yani şu qarab turib Allah Taala o'zining payg'ambarini bizni yaxshi ko'rganligi uchun ash payg'ambarga bermagan bir zulmning o'zini bizga berdi, qilib yig'layotgan bu millatni nima deymiz endi bu yerda? To'xtayva go'yay. Biz qasbi jinoyatni o'tkazganligimiz uchun Alloh taolo bizga bu zulmni beribdi. Deydigan bir odam o'tirib chiqmay, ashada shunaqa yig'lab qo'yib bizga alomat cho'mishni qilyapmiz. Payg'ambarga bermagan zulm biz ko'tarib yurgandan bizga alomat cho'mish qilyapmiz deb yurgan insonlarimiz bor bu yerda. Mushuning orasida, mushu necha yuzlagan insonlar orasida ashuna oqqarni payqatgidek, ashuna to'g'ri, ashgamak to'g'ri yo xatoligini bilmaydigan insonlar yo'qmi? Va ash bilganlarimi ashada beshini ichiga tiqib edib, ashada turdi masalan. Turib kelgandiki, u nima deydi desa, u molla degan og'ziga kelgan davrda shuni nima desak, bular bizniki oldimizda Imom Ahbashni o'shik turdi bizniki gapimizni rost deb oldi degan oldida og'ziga kelgan juyilib davrdigan gap. Shuning uchun millat nima qilish kerak degan vaqtda u odam to'g'ri gap qiladi, to'g'ri deyish kerak. Xato degan vaqtda, xato so'z degan vaqtda magibni xato deya olish kerak bu yerda. Molla qolganligi uchun oldi alhamdulillah deb qo'yganligi uchun butun gapni o'zini to'g'ri qilib degan gap chiqmaydi. Yani bir alemden yoki birisininki gapining to'g'ri xatoligini ayriyaligidek bir seviyaga yetish uchun har bir inson o'zi musulmon degan farq men ota-onamni tug'ilib musulmon ota-onamning bolasi bo'lib qolganligim musulmon emas. Qur'oni Karimni o'rganib, Qur'oni Karimni tushunib, bilammi? Shu to'g'ri xatoni Qur'onga asosan ayriyaligidek holga kelish kerak emaschu. Hech bo'lmasa kallada qoshinchilik tushuncha bo'lishi kerakchu. Bo'lmay qolsa ashulaqa to'pakni, kalini, öküzni bo'ynimda bilan ip bilan ilibni mang'ilg'ancha ashunga o'xshash har qanday kuchli tanlab ketsamda agar kallam ishlamasa seni apirib Badaxshan cho'llariga apirib tashlaydilar uchun shunday. Shunga diqqat qilish kerak, aqlni ishlatish kerak. Bizning ota-onamiz yoki burunqilar, sizning burun o'tgan ajdodlar xato qilgan bo'lsa, kallasi ishlatmagan bo'lsa, aqlini ishlatmagan bo'lsa, ezib ketgan bo'lsa, mag'lub bo'lgan bo'lsa, sizlar nima ishlaydi aqlingni ishlatmaysizlar deb Alloh bizga ta'kidlagan Qur'oni Karimda. Shuni bu tashviq qilyapmiz, biz bo'lmasa boshqa bir gapni demayapmizda. Ana shu mollamlar deb qolalarni ba'zan deb qolamiz hamda. Nimishqa desa mollamlar hammasi emas. Hamda shunda yomon yo'lga boshlaydiganlar bor, dini to'liq o'rganib. Shularni demakchi, shundaqmi? To'g'ri. Hacım hem de sual olsa sorma.
Assalomu alaykum. Assalam. Allah ajr bergey, ajrlik bo'lg'aylar. Darul Harb, Darul Islom, Darul Kufri to'g'risidagi tushunchalarga Qur'onning nuqtai nazaridan aniqlama izohat berilgan bo'ldi. Aralıqda ba'zan tushuntirishlarda biraz hazm qilinish qiyinchilik bo'ldi. Masalan, lakum dinikum bilan qatilahum degan oyat, ikki oyatninki zamon va sharoit farq tufayli bir-birisiga zid kelmaydi, ikkalasi ijro qilinishi lozim deb qarash ehtimolligi bor. Bu vaqtda qanday nima deb tushuntirish kerak? Bu Qur'oni Kerimde Allah Teala deydi, eğer o Qur'oni Kerim Allah'ın gayridan bo'lgan bo'lsa, yani bir adam, yani Muhammed Peygamber yüz yazgan bo'lsa, onun özündeki kallısı boyunca degan gap endi. Onun içinde levacadu fi ihtilafen kesira deydi. Bir-birisi qarshi bo'lgan nurg'ulg'an so'zlarni topgan bo'ladigan deydi. Qur'oni Kerimning ichidagi oyatlarni bir-biriga qarshi qilib tercim qilgan vaqtda bunu qanday tushunamiz degan vaqtda biz mushu nuqtadan qaragan vaqtimizda Alloh taolaning aşı qo'ygan prinsipiga asoslangan vaqtimizda hech bir yerda bir-birisi qarshi keladigan bir narsa yo'qligining o'ziga biz ishlaymiz degan. Endi agar biz uni qarshi qilib tercim qilgan bo'lsak-chi degan vaqtda u Qur'onni xatolik bo'lmaydi, tercim qilgan terjimonning xatoligi bo'ldi. Bu yerda sizning devatqanlari Sura Anfalning 39-oyati, 41-oyatlardagi nemin devatlar sizlar shu ve qatiluhum hatta la takuna fitnatun ve yakuna ad-dinu kulluhu lillah degan oyat qarta devatlar. Xo'sh. Bu yerdagi ve yakuna ad-dinu kulluhu lillah degan oyatdagi kulluhu deganning o'zi dinning hammasi, yani bütün din fakat İslamlı olsun, başka bütün din yo'q bo'lguncha qadar sizlar kurash qilinglar degan holatda tarjim qiliqliq. Ashuna tushuninglar ekan. Bu nima degan bo'ldi desa, u dunyoda hech qanday bir xristian, bir yahudi, bir buddist, hech qanday musulmondan boshqa hech qanday bir insonning yashash haqqi, huquqi yo'q degan ma'no chiqadi. Alloh taolo insonga la yukallifullohu nafsan illa wus'aha deydi. İnsanın taqat yetmeydiğin işini Allah Teala insana yüklümaydı. Doğru mu ya ki? Hazır bütün Müslümanlarını bir kılıp bir tal kafir devletinin özüge sep koysa bir teliga, yani 2 milyar etrafındaki Müslümanı bir tal kafir devlet sep koysa o bir tal kafir devletki güç yetmeydi. Hadi. Mesela Angliyada, Fransiyada bir tal Amerika'nı koyup duraydı, Xitay'ını, Rusya'yı koyup duraydı. Fransiyada yoki Angliyada bir davlat istab qo'ysa, butun dunyodagi musulmonlarni yetmaydi. 5 atomni etiklikka birdan kulga aylantirdilar. Endi hali bu musulmonning qo'lida bu atom bombasi bo'lmabdi endi. Agar u musulmonning qo'lida ashunday bir atom bombasi bo'lsa, dunyoni yashatmaydi. Yamonga mingizib olmagan Xudo degandek. Hem bu yerdeki bu ayeti tercim qilgan vaqtda qanday bo'ladi degan vaqtda hatta la takuna fitnatu ve yakuna ad-dinu kulluhu lillah deganing o'zi la takuna fitna degan nima? Fitna. Fitna degan qarshilik degan gap. Sizga qarshi turish degan bir narsa bo'lmagan qadar hech qanday bir odam bo'ldi bu hokimiyatni biz e'tirof qilmaymiz demasdan bo'ldi hokimiyatni e'tirof qilamiz degan qadar ve yakuna dinu kulluhu lillah ve barlık din Allah bo'lgan qadar. Bu nima degan bo'ldi desa, ve barlık din Allah bo'lgan qadar deganing o'zi dini e'tiqod Alloh bilan insonning orasidagi ish deb dini nuqtadan, yani dini sebepten bir-birisiga qarshi turish bo'lmagan qadar kurash qiling degan gap. Yani bir jamiyat yashayapmiz. Musulmon bor, Buddist var, Yahudi var, Nasara var, yani her xil dindagi insonlar var. Hiç birisi dini noktadan yan birisiga hücum qilmaydigan darajaga borgan qadar kurash qiling degan bo'ldi. Yani hamma odam mening dinim o'zimga, sening dining o'zingga. U Xudo va sizning orangdagi ish bo'lgandan keyin u sizning o'zingning ishi. Deganga qadar siz kurash qiling degan gap.
Bu yerda hamma odam musulmon bo'lgan qadar kurash qiladi degan gap emas u. Yani lekum dinikum veliyedin degan nuqtaga kelgan qadar. Yani şu xulasa lakum dinikum veliyedin deganlar. Bütün insanlar Allah bilan o'zining ortiq ishni, mening bilan Allohning ortiq ish bu. Mening Allohning masalan shaxsiy men o'zimni misol olsam, mening diniy e'tiqodim Alloh bilan mening aramdagi ish. Uni yangi odam bilan mening aramga so'qib, seniki e'tiqoding menikiga o'xshamaydi ekan, seniki mazhabing boshqa ekan. Deb o'tirib, uningga laqab tepib, uningga men o'zimning diniy e'tiqod sababidan uningga jadal chiqarish qilib bo'lmaydigan darajaga kelganchilik degan gap. Ama şu deyimiz ma'valaka. Hazır kaçta yapmadım. Tamam, masval tügüde Kings'te İsrail ile Palestin meselesi hakkında Eyüp kimde deyilgende Palestin yani Hamas avval hücum qilgan degan söz bo'lardi. Ama yaqinqi tarixi yoki shu bu qatimliq urushning boshlanishiga nisbatan shunday qarasaqmi? Ammo dastlabki masalaning paydo bo'lish nimasiga qarasak, Isroilniki Falastinni ishg'ol qilganlik bir sifati bor o'tirdi. O zaman uning gapiga turib ağamçanın gepe tuttursun, kulağımdan pulları ödeyerek gep çıkandı, otururkandak. Aslında bu tuprağın özü Yahudi'nin tuprağı. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam devlet kurgan Yahu. O İsrail diyen dünyanın hiç kadar yerde tuprağı yok, bir ondan millet emez o. Ulan beka mesela o İkinci Dünya Uğraşı'dan keyin ular şu Janubi Amerika'dan Yavreyli deb aşındaq o'zi qilgan ishlar bor. Ular nima uchun bu yerga kelib qoldi degan vaqtda? Chunki o'zining tarixiy tuprog'i bu. Uni tarixni o'qidi, hammasi biladi. O keyingi vaqtida, masalan, Hazrat Umarning zamonlarida u yerni ishg'ol qilib, uningdan o'zi besib olgan tuproqlar Arabniki. Undaqda hozir İsrail haqliq, Falastin haqsiz olanda. Mesela tegin söz Bunu tupuruq olgandan keyin bas uni. Masalan, bizni vatanda bir tal Uyg'ur qolmay, vatanning sirtida 5-10 million Uyg'ur bo'lsa, keyingi vaqtda men tupurug'im deb kirsa, u vaqtda seni tupurug'ing emas desa qanday bo'ldi? O lekin buning manbasida Allohninki emri bilan haydab chiqarilgan tursa degan qarash bormi? Ya Allohning emri bir millatni haydab chiqarib o'tish emas. U yerda ya şu devlet şu hokimiyatga bo'ysunadi, ya ko'nmaydi, urush qiladi. Ammo u tuproqni qo'g'lab chiqarayotgan taqdirda tuproq u zaten uniki haqqi bo'ladi u yerda. U Davud alayhissalom emas, uni oldi. Misol Yaqub alayhissalom o'sha yerda yashagan odam, masalan Kanondan keldi deb shu Zuleyxa degan kinosidan bor shu. Kanon deganda shu Falastindagi yer. O faqat musulmon bo'lsa, o tuproq ega bo'lgan, bo'lmasa uni ega olmagan bunaqa ish yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsani bizda haq so'zlash kelib qolsa, o'sha rasmiy o'sha Isroilning haqqi bormi degan vaqtda, o'shunda rasmiy o'sha haqiqatni so'zlaymiz deb qolsak, o tarixda o'sha Yahudlar davlat qurgan Yahud. Zaten Qur'onda o'sha yerda yashaganligi chiqib turdi-ku. Unda bo'lgandan keyin Qur'on uni isbotlab turib, biz uni inkor qilish nima haqqimiz bor misol? Bu yerda biz deydiganimiz nima degan vaqtda yaxshi arab tili ikkisi gaplashib yaxshi o'sib bo'laverdi. Bizniki muddaoyimiz bu, ya'ni. Ma Turkiya misol Isroil davlati, Falastin davlati ishkirisini e'tirof qilamiz deb chiqdi o'tirgan. Bizning maqsadimiz bu. Bu vaqtda ishkirisniki talash tortishi tugaydi. Bu yerdagi birisi Yahudi qolganligi uchun uni u Hazrat Umar zamonida qo'g'layotganligi uchun u yerda haq bo'lmagan bunaqa ish yo'q. Bizni tamoman vatan qo'g'layotgan taqdirdami, u vatan bizniki deb turamiz u yerda. Xuddi shunga o'xshash. Vatanni tamoman Uyg'urlar yo'qotayotganligi, sirtdagi Uyg'urlar u yer bizniki emas deya desa to'g'ri bo'ladimi bu vaqtda?
Yok o. Ha. Cevap. Ya bir de Bizden bizdeki beşimiz deymiz kelgen o. biz yatayım zaten. Kabul Nima? kılmayız. Yani bizden beşimiz kelgen çağda biz herkesini kabul kılmayız yani. Albatta. Ama Ha. uni aşı Yahudlar hozir vaqtda İsrailmi qabul qilmoqchi. Bu Arablar bizdagi tuproq biz hozir qabul qilmoqchi. Nima uchun biz ota-bobimiz yashagan yer u. Bizning ota-bobimiz yashagan, ota-bobimizning so'ngaklari tuproq aralashgan. Unda bo'lgan nima deb biz uning o'zini e'tirof qildik ekanmiz, misol Xitoy meniki desa, Eğer bunda biz değişti o'zimiz olursa ha. o zaman Türkiye'deki ama bu bizden buraya yaşayan yerimizde dep nerede? Ha, Yunaniston. Yunanistan'la kelip işini kalksa Erdoğan mağa kadar çıkıp verir mi? Ya chiqib bermaydi. Ammo bular 1453-yili biz Besvag'ada aniq deydi bular. Shundaq-ku. He. Fatih Sultan Mehmet'in zamanında 1500 mi ya? 1453 qilayman. Benim Shu teyze vaqt biz degan. Besvag'an deydi. O burun bu yana o'zi İstanbul emasdi. Nima de? Kunistan Nimaga diye. bu burun qismini? Kunistan. Kurdistan deydi. O nimalarmi mesela hozirgi vaqtda shu Yunonliklar hammasi mushaniki o'zining tuproq ekanligini deydi. He. Ular voz kechgan yeri yo'q. Ma Turkiya bermagandan keyin majbur qilib qilib bo'lmasa voz kechamda ular. Ondaqda küçüğün yetse al. Shu kuchga soldigan gap bu yerda. He. Ammo u haqiqatni so'zlashib qolsa dunyo ashtaq. O halqi bizni beshimizga hozir mesela xalqimiz yashayotgan ayda butun xalqimiz yo'q bo'lib ketgan vaqtda o tuproqni sen voz kechamsa desa biz o'zimiz shu vaqtda Isroilning o'rniga tushgan bo'lamiz, Ikkinchi dunyo urushining oldidagi o'rniga tushgan bo'lamiz. Shu vaqtda biz bo'ldi, bizning xalqimiz bo'lmagandan keyin biz voz kechimiz demdik. Bu insonlikning o'zi to'g'ri kelmaydi. Uning uchun biz halqi ularniki vaziyatni biz o'zimizning ustiga olib turib, bizga kes qanday bo'ladi degan vaqtda biz shu ishni qila olmaymiz odatda. Şuna Xitay mujmesinin aldığını iliş için Uygurlar Mongoliyanın, Taşkı Mongoliya tarafı bir yerlerden köçep gelgen degan uydurma tarixini ilgiri sürüvatkanlıqı şu kinde. Yani ama hep bizden tilimizin çaynalı gayrı çıkıdı. Dep şuna onunla aldın taş koya atıptı. Tamam bu mesele düşünüş oldu. Kalan taraf başka timiyle alakadar olup gitti de. Şuna yaxşı bir zat oldu. Hoş Abdülaziz. O Xitay onun başlamayalık rivayetlerini uydurup çıkarıp o bize Alimcan İnayet, Profesör Doktor Alimcan İnayet'in Uygur Akademisi'de bir sözlüğün bilgimiz var. Mito strateji depçi. Adet bir yani beşiktir için aldığı olan bir rivayetlerini oturup yap. Mesela Tanrı Tağ bizdeki Boğda Külü var. O Boğda Külü'de şu Xitaylarınki rivayet gibi anısı var Zunyang Yangnamlı bir nerede depçi. Aşı şehirde yani. Onun için yeni bir yerde yüzünü yiyip diken dikendeki şu aşağıdan rivayetlerini uydurup çıkarıp onun için aşağı yukarıda nime kılış, yürüyüş kılış, yakımız aşağıya ilerleş için malum bir nime şeraitini hazırlaydıgan gepken. Bahane uyduruş. Bahane uyduruş. Mağlık Afrika yoki başka yerlerge nimelerinki G'arbdagi İspaniya, o bu degan burunqi Portugaliya degan davlatlardinki aşağılarni besib tajovuz qilishlik sababini nima desa, onu aşağı yürüyüştüm durun rivayetler kılçı. Yerde altın, kümüş, acayip yarasta baylıkları, yakılması aşındağılıkı nime baylıklar kömülüp kalkan altın yambılar varken diyen hikayeler, nimeler uydurulup çöçeklerci rivayetler takılı yügendin ki onun için aşında ekspedisiyeçiler yakılmış korsallar, deniz karakçıları aşağıda hücum kılır. Aşı içe dünya kene gibi gelmiş. Şuna Xitaylarning kılığlar. Onun için bu hatta Türkler to'g'riliq Arablarninki uydurup çıkargan bazı rivayetleri var. Mesela şu.
endi o mito strateji deb rivoyatlar orqali bu strategik planlarni o'tirib qo'ygan ishlar bor ekan endi burundan tortib. Hı. Ya Xitoy acayip hem de qillilikda belki tangdishi yo'q. Lekin shundoq bo'lsa-mu, dünya insanlarının oldida o'zining haqsiz o'ringa tushib qilishi nəhayət osal avvalganda shuning uchun o'sha hozirgidek uydurma narsalarga murojaat qilgan gap, yolg'on so'zlaydigan gap. Doğru. Agar butun niqob butun ichilib hamma narsa o'tirish chiqqachada uni uchoqda uni degan qanday qilsak kuching yasa ola degan boshqacha uchoq o'tadi deb shug'ul qiladi. Doğru. Tamam, ma bu İsrail Palestin meselesideki ayıp haqidagi tushunchalar shulardan qilsin. Keyingi tushunishlik yeri qarindoshlik, diniy qarindoshlik bilan manfaat taqozosi masalasida buni qanday moslashtirish lozim. Albatta sizlar deb o'tib ketdiki, biz o'zimizga loyiq gapni qildi, ishni qildi, g'amni qildi. O'zimizni qo'yib boshqa yerga yurib ziyankash olmaydi degan shaklda gaplarni qildilar. Undaqda biz musulmonlar bir-birimizdan qarindoshdir. Birisining putuq tikiga kirsa, sharqtikining, g'arbtikining yuragi og'riydigan bu shakldagi esdoshlik, yordamdoshlik, bu shakldagi narsalar, ya'ni diniy jihatdan umumiy menga o'xshash dinga e'tiqod qiladigan Xudoning bir musulmon ekan, yoki musulmon bandasi ekan, yoki o'xshash ko'zqarashdagi insonlar ekanmiz deydigan diniy qarindoshlik tuyg'usi bilan uningga qarata inkas bildirishimiz meselesinde ve bizning o'zimizning manfaat meselesida. Müşahid bir yani biz menfaatimizni ziyon qildi deganda beshimizni ishga tiqib olamdik, ya azroq bedel beremdik, qo'limizni toshdan tik solamdik. Boshqa yer bo'layotgan ishlarmi? Ha. Misal hozirgi misolning o'zida o'sha Falastin bilan nima Hamas bilan yana İsrail'in oturup vakaletini misalga vaqtimizda bizniki deydigan bir yerimiz var. O nima degan vaqtda u yerda o'lib ketayotgan begunoh insonlar bor. Bolalar olsun, ayollar olsun, mayli qayrlar olsun, askar emas, begunoh o'lib ketayotgan insonlarni ki o'ltirilishniki xatoligini biz deymiz, nega bo'lsak. Mayli o'z İsrail o'ltirgan bo'lsa, uning xato, Falastin o'ltirgan bo'lsa, uning xato, kim o'ltirgan bo'lsin, mayli Yahudlar tarafından ölgen bolsun, mayli öz Falastinlik tarafından ölgen bolsun, qanday tarafdan bo'lishini qat'iy nazar begunoh yana qo'ral ko'tarmagan insonlarniki o'ltirilib ketishiga biz qarshi. Bu o'zi bizniki İsrail konsulligi bo'lsa, İsrailning bir narsa bilan o'zi uchrashib qolsak, biz deydiganimiz bu. Yani u yer begunoh insonlarning o'ltirishiga biz qarshi deymiz endi. O Falastinlikle uçuruşup kalsak mı? Deyimiz onun özüne. Begunoh insanlar. O yerde qaysi din, qaysi mezhepte buluşunu qat'iy nazar, qaysi millet buluşunu qat'iy nazar, begunoh o'ltirilgan insan kim bo'lsa, onun tarafi turuş, onun begunoh ekanligini biz deyishimiz, o bizim haqqimiz. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda bizniki nemimizning bo'yimizni oshirgan bir qism gaplar bor. O gaplarning o'zini anda yerda qilishimiz o bizga to'g'ri kelmaydi. Hozirgi o nemaga asoslanchi. Shunga bir qism ishlarni ashulaqa siyosatda to'g'ri qilish kerak. Yani bu konkretlashgan chog'da ahvolini qilib yani yotgan vaqt putingizda azat degan masala kelamiz endi. Shu o'lcham kelamiz. Lekin men umumiy jihatdan agar men bu formula shaklida qarasak, qarindoshlik hissiyoti bilan yordam qilish qilmaslik masalasida manfaatimizni qurbon berib yoki ya onun da bu ayrı bir mesele. Bu mesela ularga mesela dini qarindoshlik deymiz, Turkiyaga millet jihatli qarindoshlik deymiz, nurg'unlagan qarindoshligimiz var. O yerde biz devletniki, biz özümüzün devletinin menfaatini asas kılışımız gerek. Asas kılıp başkalarının ağırınmayan şart asıda, mesela Türkiye hükümeti bize yardım kılmagan bolsa, o yardım kılmadı, biz qarindoshdirib deb onun da gapni qilishning o'rniga yardım kılmagan bolsa, yardım kıldıgan taraf bilan
hamkorlashishimiz kerak. Balki qarindoshlikning o'zini o'ttirib selib, ondaki masalan Turkiyada Falastinga yonib Isroilga o'zi nima qilib qarshi unda namoyish chiqib oldi-ku. Ha. Chiqib olsa, bular shu bizniki va ahmoqlar shu namoyish qildi. Namoyish qilib chiqib o'zi ayndaq nima qildi. Ammo Falastin İsrail kelgan vaqt İsrail Birleşken Devletler Teşkilatı davomli Uyg'urlar taraf turdi. Uning manfaati biz taraf bizga shunaqa qilish uyg'un kelganligi uchunmi? He. Mayli biz taraf uyg'un kelgan bo'lsin, yoki bo'lmaydi inson haqlari, demokratiya degan narsa biroz bo'lsin sadoqat bo'lgan bo'lsa, shu Xitoyni qilayotgan shu uyg'un bo'lmasa, u taraf turgan bo'lsin. Nima bo'lishi qatnazar? Biz taraf turgan bir davlat yoki bir millatni biz qo'limizni orqasida ishlatmasligimiz lozim. Ulardan biz foydalanishimiz lozim. Qanday o'z millatga, vatanga bir foyda ola olamiz ulardan degan to'g'riliq biz izlashimiz lozim. Bo'lmasa bu yerda hech qanday masalan nurg'ulg'an musulmon mamlakatlar bor. Hammasi bir eg'iz biz to'g'riliq gapqa yeri bormi? Biz Somaliymi birisi gap qilib biqatam. Boshqa hech qanday bir davlat gap qilgan emas. Bundaq vaqtda o'zi nima desa, bularning hammasi Xitoydan olgan foydani asos qilgan ekan, bizim uchun esa boshqa davlatdan olgan foydani asos qilishimiz kerak. Ya'ni biz davlatchilik degan mavzuda so'zladik, buning o'zini ichki siyosatda adolatni asos qildik, tashqi siyosatda manfaatni asos qildik. U yerda diniy qarindoshlik, milliy qarindoshlik hech qaysi nol. Nima uchun degan vaqtda milliy qarindosh bizniki yo'qmi? Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiya, nurg'ulg'an turk jumhuriyatlari bor. Bizning bir og'iz gapimizni qiladimi? Qilolmadi. Chunki ular hammasi o'z manfaatini qo'ydi. Unda bo'lganligi uchun bizga manfaat nima bizni gapimizni qilayotgan, bizni oqimizda himoya qilayotgan davlatlarni biz diniy nuqtadan chiqib, biz musulmon, ular yahudi yoki nasara deb o'tirib, ular qarshi o'rinda turish, o bizniki siyosiy nuqtadan noyob xato bu. Onun uchun deyapman men, bu diniy sohadagi insonlar buni bilmagan ekan, bunda siyosatga aralashmaslik lozim. Ya aralashsa, bilib aralashish lozim. Taxmi ini qolib ketsin uchun bir masalani yana sal taqlayman. Mana bu sizda bitib ketdiki, butun dunyo musulmonlari, musulmon davlatlardagilar bizga menda qilmadi, bizmi shuning uchun biz menda qilishimiz kerak degan shaklda ibora qo'llanadi. Ular ashuna qilganlik uchun shunda qilish degan narsa to'g'rimi yoki asl to'g'risi ashundan qilganimi? Ya bu xalqaradagi bu musulmon mamlakatlarning siyosatchilari bilganligi uchun siyosatni ular o'zlik ishiga to'g'ri olib ketyapti. Nima uchun degan vaqtda har davlat sirtdagi davlat bilan manfaatni asos qilib. Yani dini biz ko'pincha shu hamma maslik diniy narsa. Dinni aralashtirmaydi. Deganning o'zini o biladi ular. Bilganligi uchun dinni aralashtirmaydi. Biz yani shu diniy tushuncha bo'lgan qaragan chaqda ashulaning o'zining manfaatini qo'g'dash shaklidagi izlanishlari to'g'risi shu demakchi. To'g'risi shu. Buning uchun bizniki shu degan vaqtda biz tashaqda yomonlaganda degan bir gap bor. Xalqdan olamagan foydaga yomonlab yurgan o'rinda biz o'zimizning manfaatini chiqish qilishimiz lozim. Taxmin qilib. Bu vaqt nima degan vaqtda musulmon bo'lsin, yahudisi bo'lsin, mushriki bo'lsin, yoki xristian bo'lsin, yoki buddistlar bo'lsin, bizning u dini bilan hech qanday aloqamiz yo'q. Uni o'ziga u ishlar. Ammo biz ularni foydalanishni bilishimiz lozim. Qanday foydani olaymiz, qanday qanchaqda vatan millatimizga kichkina bir foyda yetkaza olaymiz ashlarning sababi bilan degan narsani o'zini biz asos qilishimiz lozim. Tamam. Biz tarixda shu jihnasini so'zladik. Tarixda shu masalan Yaqub Bekning zamonida Britaniya imperiyasi, Char-Rusiya imperiyasi ashuni o'zini e'tirof qilgan vaqtda berib, shu Osmonliga bay'at qildi. Islomni nima qilib biz musulmon bo'lgandan keyin mushlarniki quruq Isroil deb tushib ketgan tomning ostiga kirib olibdi bular. Oxirisi bu tomning ostida qolib qoldik o'xshashlar. Demak, bu yerda narsa nima degan vaqtda, shu vaqtda davlatniki nimasini, davlatniki davom qilishini, davlatniki manfaatini asos qilgan bo'lsa, dunyodagi xaritasi chizayotgan, dunyoning taqdirini belgilayotgan cho'ng davlatlar shu bo'lgandan keyin, shuning himoyasiga kirib e'tirof qilayotgan ekan. Minglagan bolalarni chiqarib o'qitib, davlatning o'zini undaq davomlashtirish kerak edi. Buni qilmay, bular degan nima bizga musulmon bo'lganlik deb Osmonlining orqasiga kirdi. U Osmonli shunchalik kengaygan vaqtda
Bu bizga hech qanday bir tiyinlik foydasi bo'lmagan bir imperiya u. U imperiyani orqasiga kirgandan keyin, shuni ola u burun tortib foydasi yetmagan, bizga qanday foydasi yetgan ekan? Ashuni ziynning sababidan mana 33-yildagi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatimi Uyg'uriston qurimiz deb turgan vaqtida Musher Mustafa Kemal qo'g'layotgan bu yerdan pan turkisni qo'g'layotgan bir zamon bo'lib ketgan Mustafa Kemalning zamonida. Qo'g'layotgan bir qo'ng'i tipi kelgan to'rttal odam ashaga borgandan keyin bu odamlarni keyin Sharq Turkistonga aylantirib, uni islomga aylantirib butun dunyo arantasida nima o'sha nimadan Osmonlining qurulgan vaqtda yana ikkinchi bir islomning o'zi aytib ko'tarilgani kim yordam berdi bizga? Biz davomli Nimqon degan vaqtda xato ye bilan munosabat o'rnatgan va qalpoqning xato kelgan. O Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati degan gapning ikkinchi xato narsa u. O Sharq Turkiston degandan keyin uni G'arbiy Turkiston bo'ladi. Keyin bosh og'ritgan bir ism kelganini bilib oyda. Bu nimaniki? Stalinning degan gapi bor shu yerda. Don Kixotning yana biz chiqdim degan bir gap bor-ku. Tarixda yoziqliq-ku. Demak, ayında bir bulumsuz bir ismini qo'yib, andan keyin hech kim e'tirof qilmaydigan narsani qo'yib olgan, o'zimizning beshiga tushlik qalpoqni kiymagandan keyin e'tirof qilmagan nimaga kelib qolgan. Uningga u misol bizniki nihoyatda jasoratli ustozimiz deymiz, shu Abduqodir Domullam o'z zamonida millatni shu yangi zamonaviy ilm fanliga bundaq yetaklab, ashuna tabliq qilib, ayndaq nurg'un xizmat qilganki, lekin ash kishining zamonasi bir xatolik o'tib ketganda Qashqarda Shvetsiyaning, Angliyaning, Charusiyaniki konsullari tursa, Charusiya emasga shu Sovetnikida, ama 24-yil deganda 17-yili Lenin o'rgatib buni kommunistik partiyaga aylantirib qo'yganda, ashda konsullar tursa, ashad shu konsullar aloqa qilib vatanni qanday qutqizish kuyuq tushmay dinni qutqizimi deb ashadilqi to'rttal odamning o'zini aprbayda nima qilsa, doktorlikni o'rgatib bu deb maktabga o'qitib qo'ysa, bu xristian qilyapti deb ashada konsulliga nima qiladi? O't qo'yib, matbaalarni urib chiqib o'zini ketibdi boshi. Ayda qiladi. Shuni ola o nimaga Xitoyga bir nima qilmoqchi banada ularni qilayotgan shu banadli uni mollani lekin şu mollarni qo'li bilan o'ltirgizadi. Shu butun xalqning o'zi va buning o'zini g'arb dunyosi o'ltiryapti, xristianlar o'ltiryapti. Bu xristianlik qarshi bir o'zi nima ideologiya qo'zg'alib keldi. U ideologiyaning oqibati 33-yildagi Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan, Islom Jumhuriyati qurilgan vaqtda islom o'zimiz qanchalik yana benim quvvatimiz, qanchalik kuchimiz va undan o'zi hech xabari yo'q. Yana ashunday yo'g'on qalpoqni kiyib oladi. Demek milletniki aşında buluşuğa molla sebep bo'lgan. Tarix aşı hozir 300 yıl oldu bununla. Şunun için biz mayda oturup sözde vaqtimizning o'zi bu. Tamam, tushunishga bo'ldi. Mana Sharq Turkiston Uyg'uriston masalasi ayrim bir tema, bununla boshqacha fursat bo'lib qoladi. Abiyadan isimdan chiqib qolibdi degan mazmun hozir yana isimdan yana bir qitam chiqaraverdik. Ama mühim bir meseleydi. Hayır. Ahırda mesela bir narsani aytadam kulgilikda bu necha yilning yanqisi Saudiya bilan İran urushib, Shia, Sunni debchi. Ahiri bularni yarashtirib qo'yganlar Amerika mi yo'q, Rossiya mi yo'q. Ahiri Xitoy kelib bularni yarashtirdi. Bir işlerde abi. Sen her işkilen Müslüman. Ama birbirini sen Şia, sen Sünni'de böltürürsen. Bizim Mollaların işi deme, oğlan Şia, o Şia'la Yahudilerden eşede düşmemiz diye. Onların öldürsen onu da petvala pişpire geldi maça. Çeşitli yazgın masallarda, nemeleri de bizim gücümüzge Şia'larına, aşağı ne köştüğüyle. Ana desek mala Şia, mala Şia ondan bakıyorsa da deydi hazırca. Ama ne hata da olmalı. Meyli Şia olsun, meyli Sünni olsun. Hemen Müslüman var. Birbirini öldürüp nime kılırsa yapıyor. Lakin dinikumga kase bo'lgan gap, ondan eşip ketishmoqda
Men fikir buzilgandan keyin bo'ladi. Kepkası bo'lmaydigan gapda chiqa. Yana unutdim, yana esimga Bundan keyin kelmagan. bu yana bir nuqtalik bir gap. Bu yer qarindoshlarimizniki toza faqat tamoqqa yirva nima degan vaqtda masalan bu Amerika nima uchun bu İsrailga yordam beryapti? Nima uchun bu yerdagi İsrail misol Hamasni uryapti, uningdagi maydaqa Hizbullahni uryapti va kaza qilyapti degan vaqtda buni bilish kerak. Bu hammasi İranning qo'lida bo'lgan narsa, İranning oqisi Xitoy bilan nima bor? Rossiya bor. Yani Xitoy bor. Shu nimaniki Hamasniki shu 50 kilometr kelgan yerning o'zida 500 kilometr kelgan ashunday tunnelning o'zini qizib bergan, shuni butun o'z harbiy taktikani, harbiy narsani hammasi o'rlashtirib bergan Xitoy. Bu yerda bir Xitoyning qo'li u yerda kesilyotdi degan gap. Yani bir tarafdan. Yani bizdeki düşmanimizdeki bir qo'li aynı kesilyotdi. Buningga biz hattoki ba'zi tarafdan aytgan vaqtda qo'shilishimiz lozim. Yani bu Xitoyniki o'tir sharqning o'zini kontrol qilish uchun İranning ishga solib, shunday qilayotgan ish ekanligini bu millat bilishi lozim. Onundaki Xitoyniki aşağıdaki bir menfaatniki üzülayotgandan biz o'zi xursand bo'lishimiz lozim. Bu tarafni o'zlari o'ylab yetishi lozim. Musulmonlarchilikni, e'tiqodini bozorga solmay, o'zimizning millatiga, o'zimizning davlatiga qanday foyda yetadi, qanday ziyon yetadi, buning o'zini siyosiy nuqtadan bir tahlil qilib chiqish kerak. Bo'lib bu diniy sohadagi odamlar bunga. Tamam. Xo'sh. Estirib keldimi? Esimden yana kaçırdımlar. Hayır, nesip şuna okşadı. Ha, geldi. Din bizden düşünüşümüzde mi şu anda Seyyid Kutup'tan ve Cemalettin Afgani ve Mevdudi Katarlıklardan kelgen fikriyetten düşüngen menimizdeki dinde düşüngen nerede Yahudi Nasaralarga okşap kalmaslık. Ula dinni siyasetten ayrıtıp dinni şahslan Allah'ın arasındaki münasebetler izalagan bu hata degan narsa kalımızga bek o'rnab ketibdikan. Hozir ayrimlar mush masalada bunun yeshimi mishadi ekan degan narsa kalida o'tdi-da, ma'lumotga Qur'onda nazar programmasida boshdan oyoqqa ayrim bir tip shaklda o'rnib chiqqandan keyin. To'g'ri ekan. Asli shu kunga deb tushunyapmiz. Ammo mushu tushunchaga kelgacha bo'lgan oraliqda mushu tushuncha kelish bosqichini tamomlamagan qarindoshlar mushu masalani yana qabul qilinmaydi. Yani mishada shu xatolik bor deb qaraydigan. To'g'ri. O Qur'onning o'zidami, masalan, iymon masalasi kelgan vaqtda xolisang iymon et, yani ishon, xolisang ishonma deb buni insonning ixtiyori qo'yayotgan narsa. Yani bu yerda Alloh taolo bir haqiqatni o'tirib qo'yadi-da. İnson deganni agar rasmiy bir haqiqatchi bo'lsa, haqiqatni izlaydigan inson bo'lsa, u iymonni keltiradi degan gap bu yerda. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda nima qiladi desa, "Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur" deb Qur'onda deyapti-da. Xohlagan odam ishonsin, xohlamagan odam ishonmasin deydi. Bu iymonni ixtiyoriga beryapti Alloh taolo. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Xudo bir insonlarning o'zini qaysi dinga ishonish, qanday fikr qilish erkinligini bergan bo'lsa, uni yana bir inson kelib, uni e'tiqodi erkinlikka hujum qilish, e'tiqodi erkinligini bo'g'ish, uning o'zini boshqa dinga e'tiqod qilsa, uni haqoratlash, bunday ishlarni qilish bu Qur'oni Karimdagi tut maqsadiga zid degan gap. Bize abayat misabet etiketler bizden özümüzden cinimize bakmay dünya boyunca birinci qatam İslam Cumhuriyeti deb e'lon qila olgan ajdodlarimizdan faxrlanib keldik. Ama bizdeki tushunch shuki, ben Müslüman, şuna mening eshigimim Müslüman bo'lish kerak. Mening tutgan, mangan turgan hamma narsamda islom ko'rilishi kerak. Umum Müslüman bo'lish kerak degan fikr bor-da, ang tushunch bor. Ameliyatda o din fakat bizga tushibdi. Menga. Mana tushunishimiz lozim ki. Qolgani shu tosh to'qmoq, qish, atrofimiz nim bo'lsa shukunda, uning bizga tushgan islom bilan munosabati yo'q asla.
Hayır, bu mesela müşahede nima qilsin? Oxirgi savolim bugungi program bilan aloqador bo'lgan. Bayatning sizning izohatlarda bag'ayaningki, shu fadxulu nima? Shu kirgan chog'inglar sajda bilan kiringlar degan oyatning tafsirini boshqa berdi, shundaymi? Ya'ni shu bag'ayan ha. Shu o'zinglar bag'ayanning qoida prinsiplariga rioya qilgan asosda kiringlar. Bu yer kirmoqchi bo'lsanglar. Viza ilib degan shaklda. Ba'li. Bugungi chog'da hamda shu bag'ayanning prinsiplariga rioya qilish bilan gunohga petib qilishdan saqlanish masalasi haqida bir zidlik kelib chiqadi degan kallığı bir narsa keldi. Şunu mesela bazen bir yerlerde bazen günahlı serbest, bazen kalaymakan işler var değil. Ve ya ki İslam'a nispeten hata bo'lgan prinsiplar var, kaide tüzümler var. Bu xil havolasida biz üveg berib, bizim şunun qatarı buluşumuz lazım. Qarg'on shahri borsamiz, ko'zani qistab ekan degan shaklga ketib qolish ehtimolligimiz bor. Bu chog'da buni bir Onun yok. Undaq narsa yok. Misal biz hazır men turayotgan Angliyani misal alaylik. Angliyaga borgandan keyin Angliya hukumati meni hech qanday diniy e'tiqod soharimda menga nima qilmaydi. aralashma. Qasdini kirib olaman, qasd dindagi odam, uni hech qanday ishi yo'q. Bu davlatdagi nurg'un qonunlar var. Misal biz qabul qilolmaydigancha, u nima degan vaqtda ayollar bilan erlar bilan to'y qilib bo'ldi degan qonunlar var-da. Faqat bizni qilmaydigan narsamiz nima desa, biz turibgan ervel to'y qilib olmasak bo'ldi. Qonunda borki, o dev o'tirib, biz shu bir ervelan tutib lekin to'y qilib olmasak bo'ldi. Bu yerdagi narsa. Yani mesela yalıngaş yurdu deydi, nurgul adam mesela undaq o'zi kiyimini ait nima qilib balki yerim yalıngaş ayndaq yurdu deydigan ayndaq insonlar bor-da, yerim yalıngaş yurdu. Bu yergi narsa nima degan vaqtda yerim yalıngaş yurgan insonlar emas, gap. Sen onun qaramamsiz masala bu yerda. Alloh taolo u yerda ko'zingni saqlanglar yomon qarashni deydi har odamga. Aniki yerim yalıngaş yerini yeb qo'y demidi. Sen özeni sakla deyaptıydı. Onun için biz xalqning özüne kiyindirish yoki onun özüne bir ish qilgan bo'lsa, onun özüne davlat qonuniga uygun keladigan holatda bir ish qilgan bo'lsa, uygun kelganda biz uni tashviq qilish emas, ba'zi xato qonunlar bor. O qonunning o'zini tashviq qilmaymiz, ham uni xatoligini e'tirof qilamiz, ammo uni o'zini qilmaymiz biz. Mesela Türkiye'de yo'qmi? Ervel to'y qilgan nima yo'qmi o'sha yerda? Hamma yerda bor dunyodagi. Buning o'zi nima degan vaqtda sen shuni qilma degan gap Qur'on. Sen shu ishni qilma deydi. O zina qilma deganing o'zi nima desa, zinaxoni kechdi, sen nima zina qilsa deb aqsib kirib ol degan gap emas. Sen qilma o ishni deydi. O'g'illigini sen qilma deydi. O jazoni hukumat berdi yani. Qilma, unda biz qildimmi degan yerga berib qolib ketib qolibdi-da. Biz qildimmi deb hamma odamga kaltani ko'tarib, shu sen qildimmi degan taraf o'tib-o'tdi. Sen o'zing qilmasa o'zing odam bo'l degan gap qo'yadi. Undaqda bizning yani mangimizda pek tam shaklda urilib ketgan fikrdan yoki tushunchadan biz shuki, bir iymonning shaxslardan biz deb hisoblaymiz hatto. Shuna o'rgandik. Onu bir xatoni ko'rsa, qo'li bilan tuzatsin, tili bilan tuzatsin, bo'lmasa dili bilan deydi-da. 3 bosqichni belgilaylik. Shun kuchim yetgandan keyin qo'limni ishlataman deydi, ba'zilar vatildaymiz deydi. Ba'zilar dilida norozilik bildirdi. Shu 3 bosqichdan birisiga majbur qilamiz-da, diniy tushuncha bo'yicha. Shun ko'tildab tashlaymiz, ko'ttirimiz aylanib kelib beshimizni tag'oladi-da. Hem o adamga eğer onu değişikip kalsa ilmi asasda ma kardeşim de bunda çırayla yakılıp değiş gerek. Ben ma o nemede Norveç'e turutka vaqtda aşı Stavanger degan bir nemiz rayonu var. Aşağıdaki Türk neki camiasındaki gibi çıkıp kaldı bir vaqtda. Qandaki da imamның özü cuma şembe yakşam günse hamma aşı Norveç'la aşı içip şunda qilib ketdi. Şöyle Türk'ün ballarını içip ketken ballı var ki. Kardekin imam berip
aşı balının özünü məsup qalğan balını çıraylıqçı maşınıga oltuğuzup üyüge ekip koygan gep. Haydi. Hı. Üyüge ekip, andakin ailesiga nim qandakin ailesi var dep bunu nim qilib alqı hijaletçilik boldu da ama bala bilmeydi. Şunun ertesi tuğandakin men kime geldi degendik balаны imam degendik bala nayet hijil olup qandakin o imam yan bir yerde uçuruşup qaldı. Qandakin o bala asta andakin camiye keldigan bulup şunu bilan nim alqı namazını oquşun nim qilib aşnalar özü bir Müslüman qılıqlık. Bu iş aşındaq oldu. Bir adamga, sen nima ish qilsa, kök deb uni jedelleşse, o adam o'zi musulmon bo'lmaydi. Onun birinci özünün musulmonligini ko'rsatish kerak. Musulmon degan qanday oldu? O'zi rasmiy musulmon qanday bir ish qildi, shuni o'zi qilish kerak. Yordam qilgan aniki musulmonligi, qanday yaxshi ishni qila olgandan keyin odamlarga ta'sir qilgan ekan. Faqat tillash bilan, uni haqorat qilish bilan, qilishni uni gapini tanglash bilan u musulmon bo'lmaydi. Hı. Tamam, tushunishlik bo'ldi. Bugungi programma aloqalar mening savollarim shu qadar. Ko'p rahmat, ajallik bo'lg'aylar. Abduz birodar ittifoqni yapamizlar haqida kirar qatan program ko'rishilamiz. Men chekindim. Kulaklığı Oldu. yetki manzıya koyduğumda ustoz nəhayət yaxşı hərəkət etməsində aydın oldu hem de. İnşallah bunu köyden üstünü qarab posmu kızıqıb yani mendada Kur'an'da bunu kanda qaraydıqda izniyyatlı qarindaşlar belki ahirgücü təbirlərin kınısıda məlum bir fayda verişdiğanlıqda belki ömürlük fayda değil mi? O zaman da işin vereceksin inşallah. Abi yakında yansıma hadis inkarcılarına reddiye diyen imanada her gün programlar bulamadık. Yakında ben Nur TV'den ki Nur TV yapıyla mı? O aşağıdaki terim başkanlığı Kur'an yeterlik mi diyen kimde yeni bir mazmun çıkarttı. Buna bu şunu olacaksa Kur'an yeterlik mi dep aşu çiğnede izleyeceğim ki nahit bir çok bir galvermiş. İnşallah Kur'an'ı okusa Kur'an'ın yeterlik bulunanlıkta cevabına çok erişilişi mümkün. Yeni yaxşı izləyənsə verilməsiniz. Kur'an'ın yeterliğine bilirdi. Demek başkalarına hiç olması bir gıdıklaş rolünü olsun biz oyuna vakitimiz de bilime ustazımın çok saat ortada bu cihazda derslerde teyarlıklı bizim fidayilerin dışımızda halkımız bir doğru yola tekvasa yani doğru yola tekme doğruyu ne varsa diye niyette varlık karşılıklarına karşı böyle Uygur haklarımızın ucunlarına karşı yönetiyor. Bu şu programı dağılmış kilometrede elhamdülillah karındaşlar aslasda bugün düşenmese belki 69. sanda düşünüp kalışım mümkün. Yakılması 169. sanda düşünüp kalışım mümkün. Yakılması birinci sanga mukaddime diyen sanga varıp iyadim bitimisi diyedim. Tügün şundan da yeşillik yetişim mümkün. Tügün yeşilse inşallah bizdeki şu tügünlerini yesek en çok faydamız şu olmuş. İnşallah o tügünlerin yeşillikte o tügünlerin yeşillikte Kur'an-ı Kerim Allah'ın ki Kur'an'dan başka zehisi yok. Kur'an'ın sırtında zehide herhangi nerseler o zehi edeskeli tekilabatımız bizim. Bunun için bu şu tarifede yolumuzdan şaşmay, azmay Kur'an yolunda menişkar ve başkalarına davet kılışka girişimiz Allah razı olsun bilen zahir söz fidayetlerim için ve barlık programındaki iştirakçıları, közmenleri 62. sanda yeni bir mezmuttan görüşürüz için
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.